Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlar programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbatimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston va NET haqida bo'ladi. Ya'ni NET deymiz Amerika demokratiyani ilgari surish jamiyatimi shu Dunyo Uyg'ur qurulini qo'llayotgan shuni pul biratgan o'rin qisqartirmasini shu NET deb oldik buni. Mush haqida suhbat bo'ldi. Bugungi bu suhbatga Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki qurg'uvchilaridan birisi hamiz tunishib qo'ygan Anvarjo akamizni, tadqiqotchi Fatima Sayya xonimni ham tarafsiz kuzatuvchi Ahmadjon Osmon apandim uchaydan taklif qildim. Assalomu alaykum Anvarjo apandim, Ahmadjon apandim, Fatima xonim Uyg'ur choyxonasi suhbatlar programmamizga kelganinglar uchun qalbimdan qarshi olaman. Deganimiz bugungi suhbat programmamiz hozir naq maydondan boshlandi. Bugungi suhbatning asosli markaz nuqtasi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki qurilishiga bir nazar solamiz. Buni Anvarjo akamiz Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki bir qurg'uvchisi bo'lib bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki qanday qurilib qurganligi haqida qisqacha ma'lumotlarni berdi. Uning keyinidan Fatima Sayya xonim İngilizce manbalardan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki munosabatlik o'zi to'plagan uchurlarni haqida o'ziniki his qilganlarini dalil isbotlab o'tirib qo'ydi. Uning keyin mushikka nimaga asosan men ba'zi savollarni o'tirib qo'yman. Ahmadjon apandim o'ziniki bu ishkalarni o'tirib qo'ygan ko'z qarashlariga asosan o'ziniki ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Bugungi bu suhbat temamiz mush asosda olib berildi. Ekran oldi qarindoshlar savolinglar o'qib qolsa inkas shaklida so'rasanglar bo'ladi. Yoki naq maydonga telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Unda bo'lsa bugungi suhbat programmamizni eng avval Anvarjon akamizdan boshlaylik. Xo'sh Anvarjon aka, unda bo'lsa Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilishniki old oqisidagi ahvolni ozroq bir tushuncha berib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qanday qilib qurildi, mush haqida o'zingizga boshdan kechirgan ko'rganlaringizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ekran başındaki Uyg'urlar, vatandaşlarımız, qarindoshlarimiz aslida Dunyo Uyg'ur qurultiyining vujudga kelish jarayonini 1992-yili İstanbul'da ötküzülgen birinci nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kurultayı bilen başlasak boludu. Şu birinci kurultayga 1992 yıldaki birinci kurultayga dünyanın her yerindeki Avustralya'dan başlap Kanada'gacha Türkiye, O'rta Osiyo, Saudiya Arabiston, Yevropa, Shimoliy Amerikadan bo'lib, barcha degidek rahbarlarimiz, inqilobga qatnashgan rahbarlarimiz qatnashgan. Bunun resmi ko'rinib turibdi. Ularning isimlerini ayrım sanab o'tishga hojat yo'q. Bu endi men vatandan o'zim nayt kichik chiqqan bo'g'ashqa men uchunmi nayt cho'ng bir yangilik va umid, ilhom manbai bo'lgan bir qurultay. Ama baxtimizga qarshi bu qurultayimiz muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa-mu, nayt muhim vatanimizning istiqboli to'g'riliq muhim qarorlar ilingan bo'lsa-mu, lekin Türkiye'de ki siyasi şarayet bu kurultay organının yani kurultay neticesi de Şarkı Türkistan Milli Kurultayı organ sütüde kuruldu. Bunun reisi Avustralya'daki Ahmet İgemberdi akımız saylangan idi. Türkiye'deki şarayet bunun yar beğenmegenden keyin resmi tirkelmedi, tizimge ilinmedi, faaliyet göstermedi.
Şunun bilen biraz ümitsizlik payda buldu. Aradan 5-6 yıl öttü. 1997 yılı fevralda Gulcu'da inkılap, kırgınçılık roy berdi. Onundan keyin 1998 yılı İstanbul'da ki Şarkı Türkistan Vakfı'nın reisi merhum burunki general, Türk Ermiyası'nın burunki generali Mehmet Rıza Bekin Efendi'nin rehberliğinde Şarkı Türkistan Milli Merkezi kuruldu. Bununla Türkiye'deki 3-4 teşkilat, Germanya'dan Avrupa Şarkı Türkistan Birliği ve Orta Asya'dan toluk sanını bilmesem mi 5-6 teşkilat ulanın resimleri turuptu köyünlerden bulup cemi 11 teşkilat katlaşıp Şarkı Türkistan meselesini, Şarkı Türkistan davasını Türkiye'deki ve dünyadaki medyaya, akbarat organlarına anlatış, düşündürüş ne maksat kılıp bunda bir teşkilat kuruldu. Bunun için biz hem de Avrupa'daki, Germanya'dakiler Erkin Alptekin akımız başta Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Teşkilatımız var. Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı var. Bizle dedik yani bu dava Türkiye'de manmaydı. Milli Kurultay 92 yıl kurulgan Dünya Milli Kurultay tizim terkelmedi, faaliyet göstermedi. Biz kurultayını Avrupa'ya yani Germanya'ya etkileylik degan teşebbüs ko'rsatdik. Bu münasebet bilen hazırki ve burunki Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin reisi Askarcan Efendi alayda İstanbul'a berip şu milli merkezinin rehberleri bilen görüşüp muzakere edip berip ve bulanı biz milli kurultayını Münih'te ötküzeylik degan fikirge razı kıldı. Avrupa'da Erkin Alptekin akımız eğer München'de milli kurultay ötküzdiğen bolsanglar men şunun katnışımen dep va'da berdi. Şunun bilen 1999 yılı 14. oktyabr günü München'de Orta Asya'daki inkılabi rehberlerimiz, Türkiye'deki, Suudi Arabistan, Avrupa ve Amerika'daki rehberlerimizin katnışı bilen ikinci nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kurultayını München'de ötkezdik. Ve bu kurultayga şu vakitteki Avrupa Şarkı Türkistan Birliği, Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı ve Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi 3 teşkilat birlikte sahip kaldık kıldı. Bu kurultay neticesi de Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultay Organı 15. oktyabr 1999 yılı München'de resmi kuruldu. Bunun da baş meslekçilerimiz Ahmet İgemberdi akımız ve Hacı Yakup Anat merhum akımız, Suudi Arabistan'dan Hüseyin Kari akımız, şu vaktki rehberlerimiz, Orta Asya'dan ili inkılabı katnaşkan rehberlerimiz ve ularınki şagirdleri Amerika'dan Gulamettin Paxtı akımız bulup şularının kollışı bilen, hemisinin kollışı bilen bu kurultay kuruldu. Bizning bir yerde bu kurultayının
Kurultayga reislik namzetimiz Erkin Alptekin akımız idi. Ama malum sebeplerden Erkin Alptekin akımız bu kurultayga katlaşamadı. Ve ben Envercan Kırmancı bilginim, İngilizce bilginim üçün namzet görüştürüp köpçülükünün avazı bilen Şarkı Türkistan Uygurustan Milli Kurultayı'nın reisliği saylandım. Aradan 2 yıl ötkendiğin keyin Şarkı Türkistan Milli Kurultayı 3. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nı Brüksel'de, Belgiye'nin merkezinde Avrupa Parlamento'da ötkezdik. 11. sentabr hadiseleri sadır boğallığı için Otur Asya'dan teklif kılınan 20'ye yakın vekillerimiz gelip katlaşamadı. Fakat 3 vekil boz gerek resimde görünüp duruptu. Otur Asya'dan kelgelle aşınçılık oldu. Onundan keyin 2004 yılı milli birlikni berpa qilish, bölgünçilikka yol koymaslık, bir Münih'te 2 ayrım teşkilat buluşunun tüketiş, yok kılış için Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı bilen birleşip Birleşme Kurultayı çağırdık 2004 yılı ve bunun neticesi de hazırki Dünya Uygur Kurultayı organı vücut geldi. Ve reisimiz Erkin Alptekin saylandı. Kısaca tarihim şu, tefsilat gerek olsa, savalla olsa ben bunun tefsilatını ayrıca toxtalaman. Bununla işkemleninki bir qatılgan yerlere barmı ya nimeniki ayrım kelimiz Fatime Hanım'ınki. Ahmet Cafer'im sizinki müştün qatılgan yoki noktanız var mı yok mu? Olmaz ben sual taşlayayım. Sual taşlar. Xoş. Unda qap qalsa hozir Enver Cafer'im Dünya Uygur Kurultayı'niki qısqacha qurilishi tarixini anglatdi. Yani biz o davrda yaşamagan bo'lgandan bunu bilmaymiz. Fakat okugan o bilimler ancha-muncha ko'rgan yerlarimiz bor. Buni eng diqqat etgan nuqtalardan birisi 3 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Qurultayı 2001 yilni ise 18-19 oktyabr Brüsselda ochilgan Yevropa parlamentida. Buni men Angliyalik tadqiqotchi, Uyg'urshunos Kristan Taylor'niki Tinjimas Uyg'ur diyori degan kitobidan mushni o'qigan. Hozir shu esimda qolgan nuqtani ozroq yakunlay deb qoldim. Çünkü Kristan Taylor'ma bu yig'inda bor ekandikda buni eng diqqat etgan nuqtaning birisi shu vaqtdagi esilgan viviskada Sharq Turkiston akab tırnak ichiga Uyg'uriston Milliy Qurultayı deb echiqliq ekan. Bu şu vaqtdagi nima uchun bu bir mezgilda hem Sharq Turkiston hem Uyg'uriston deb mana ismning qo'llanishi shu yig'in ahlidan so'rgan vaqtda O'rta Osiyodan kelganlar Sharq Turkiston ismlarini yoqtirmaganligi uchun shularning ko'ngilini uchun Uyg'uriston degan narsa skopchik ilg'liq ekanda bu narsanikida. Hem bu Kristan Taylor şu yig'in mezgildagi Uyg'urlarning butunligi ro'yi qiyofatini yaxshi ko'rsatib shu kitoblar intayin yaxshi suratlab bergan. Bu yig'in qatnashgan Uyg'urlar deydi. Bir-birisidan ko'rinishda bu iliqtazalik yaqinchilik bilan his qilmaganlikni borim yozgan kitoblar aniq chiqib turdi-chu bu nimasida. Undan boshqa bu kitob yozgan yana bir nuqta Sharq Turkiston shu Uyg'uriston Milliy Qurultayı Brüsselda ishilgan vaqtida buni bir xristianlar bir jamiyatimi birisiniki bu yig'inga o'rlashtirgan bir nimalar bor ekan, bir nimasiki. Undan boshqa Yevropa parlamentidagi bir partiyaniki nimasi Xitoy hukumatini Sharq Turkistonliklar bilan Uyg'urlar bilan birlik suhbat o'tkazib chaqirgan bir narsa ekan bu kitob o'qigan narsalarni-chu bu narsanikini. Yani mushaqada Anvar akamizniki bildigan bir nuqtani qilib baqsa mush ras bo'lgan narsa kitob yozgan narsa meniki o'qinim esimda qolgani. Mushaqlik o'zingizning bir tushuncha deb baqan bo'lsangiz. Bo'ladi. Nima? Demek Christian Taylor efendimle Christian Taylor Angliyalik ya. Şiye'de görüştüm. Biraz sohbetleşken bulduk. Onun dinkin keyin kitabı da
bu to'g'riliq yozibdi. Bu qurultayga asli İtalyalik Transnational Radical Party deb atalgan pasifist, yani tinchlikparvar pasifist deb ataydi g'arbda bir partiyaning Yevropa parlamentidagi grupsi qanchalik a'zosi borligi esimda yo'q. Ish qilib shu gruppaninki bir rahbari sohibxonlik qilgan. Qurultaydan 2 kun keyin Rimin Ribau gazetida shu Xitoyning gazeti mi? Xitoyning gazeti o Xitoyning Rimin Ribau. Rimin Ribau gazetida shu İtalya nemilik o vekilning ismi Olivier Dupuy. İsmini yazıp koysam da mümkün. Nemilik yazı çıkıdı o kişi hayatta. Şunda Olivier Dupuy rahberligideki bazı Avrupalık vekiller bölgünçi Şarkı Türkistanlıklarının jığınıga sahipxonlik qildi ve bu Avrupa-Xitoy munosabatlariga hatta Avrupa-Xitoy xalqi orasidagi do'stlik munosabatlariga salbiy ta'sir yetkazadi degan mazmunda norozilik şeklide norozilik şeklide maqola chiqqan. O maqolani men o'z ko'zim bilan ko'rgan, o'qigan. Aradan 24 yil o'tibdi. Bir yerlarda bor. Ama arzu qilatdimki bugun sizlarga shuni ko'rsatishni arzu qilatdim xalqimizga, hammanglarga. Ama hozir topolmadim. Bir yerlarda bo'lishi kerak arxivda. Ama qaysi partiya, qaysi gruppa Xitoy bilan dialog to'g'riliq bizning nomimizdan bir narsa dedi, yozdi, taklif qildi. Bu to'g'riliq mening hech qanday ma'lumotim yo'q va shu qurultay qatnashgan hech kimning ma'lumoti yo'q. Mening bo'lsa mening bo'lishim kerakdi. Uningdagi yana bir rasmni izlab topolmadim. Shu qurultayda shu Olivier efendim bir nima deymiz panel biz nima deymiz bir panel o'tkazdik. Shu yerga u kishi rahbarlik qildi. Yanada men o'tdim. Mening yanimda marhum general Mehmet Riza Bekin efendim o'tdi. Uning yanida nima rahmatlik Hacı Yakup Anat akımız o'tdi. O resim tötümüz tushgan bir resim battı. Onu mu tapamadım. Tarihi resim ama bende bor. Bu to'g'riliq mening aslimam shunchalik. Yana tafsili boshqa savollar bo'lsa javob beraman. Ma Rıza Bekin bakiras o'ttirisida ma'nima dedi. Men abad dedim qo'yliq ashma o'qigan ash Tinchbas Uyg'ur diyori degan ash Kriston tilining kitobida bor. Men ash kitobni bilgan topolmadim-da. Men uy ko'chgandan man kitobni nima yaratlab bo'lolmagandim. Men ash kitobni tepib bir kuni maxsus ash kitobga to'xtaldim ash mazmunida. Xitoylar bir so'rab kelishga nima qilib ekan. Buni Xitoy qattiq norozi qilganimiz kerak. Abduriyim. Xo'sh. Shunda bir muhim temalarni so'zlashayotganda bu ko'rarmanlarning diqqatini kimning yedida kim o'ltadi degan narsalar yutqimsakchu. Bo'ldi. Endi meniki bir diqqat tatgan narsa, meni ma'nosiniki-da, buningda endi hozirgi qurultayning odamlari jiq yo'qki, shunda bir askar tipaqay deb nima qildim bu narsa. Xolis qirmasak bo'ladi. Unda yana bir diqqat tatgan nuqta, dastlab qurilgani chet elda qurilgan bu 92-yilda Turkiyada qurilgan tashkilot Sharqiy Turkiston Milliy Kengashi, shunaqa milliy qurultay. Milliy qurultay. Akab kinsa Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi bilan birlashib, bu Sharqiy Turkiston degan ism yo'qolib, Dunyo Uyg'ur qurultayi borliq gapti ekan. Shunda bo'lganda mishakning diqqat tatgan nuqta bu qandalib bu yerdagi Sharqiy Turkiston degan ismning kelishi bir davlatchilik nuqtasidan keladigan narsa. Uyg'ur degan uning ortidagi bir kishilik o'qnimisdan.
qandalab bu ism Sharqi Turkiston degan ism Uyg'ur degan ismning Uyg'ur degan ism Sharqi ismning o'rnini oldi. Bu shu hozir bir g'ulg'uli bulashqanmi bu ikki tashkilot birlashgan vaqtida? Elbette gulgulu boğan, gulgulu bo'lmamdi. Endi mening yosh vaqtim endi u vaqtlarda. O'rta Osiyodan kelgan haqiqatan masalan Yusufbek Muxlisi, Hashur Vahidi, masalan Abdurrahim Maqsum o'zi kelanmidi, ama nima evetken, xat evetken. Bular bizga talqin qilgani bu o'z vaqtida vatanimizning ismi Sharqiy Turkiston deb ikki cumhuriyet e'lon qilindi. Bu ningdan hozir endi shu vaqtda ag'a vaqtda 60-70 yil o'tib ketdi. Bu arada biz Turkiston deb umumiy Turkiston deb olgan Turkmanistondan boshlab Qozog'istongacha bo'lgan yerda 1, 2, 3, 4, 4 cumhuriyet kuruldu. Her bir kavimnin, her bir Türkiye kaviminin öz namı aslında. Bular Birleşken Devletler Teşkilatı da ornunu aldı. Biz mi Uygur diyarı, Uygur elini Uyguristan dep atsak dep şu 99. yıldaki kurultayda kattık turbakallığı için hem de biraz kayını kayıttım. Mesela Hacı Yakup Akam rahmetlik undaq bolsa biz Sharqiy Turkiston skropki içige Uyguristan dep Sharqiy Turkiston Uyguriston Milliy Qurultayı dep alaylık dep bir murasega kelgandik demokratik usulda. Şununla hemmeden qo'l ko'tarib ma'qul deyishgandi. Keyin 2004-yili 2004-yili bu yeni kurulduğun kurultayınki tayyorlik işlerini yazma, nizamname, nimaga xalqaro qonunlarga moslashadigan tekst, metinlerini tayyorlash işlerini ben qilmadim. Yani bizler qilmadik. Türkiye'den Erkin Ekrem inimiz bir kısmı tayyorladı. Onundan keyin Avrupa'da Erkin Alptekin akımız bilan birga ishlab kelgan xalqaro qonunshunoslar tayyorlab, onundan keyin qurultayga taqdim qildi. Shu yerda endi demakki endi buningga to'g'ri yoki xato demoqchi emasman men. Shu yerda demakki biz dunyoning hozirgi sharoitiga ko'ra biz Uyg'ur nomi bilan dunyoga chiqsak, dunyo sahnesida harakat qilsak, texmi muvofiq bo'ladi degan taklif o'tirib qo'yildi. Demakki, endi shu yerda kelgan vakillarning ichida qo'l ko'tarish bilan demokratik shaklda Dünya Uygur Qurultayı deylik degan qaror qabul qilindi. Bunun endi oq ko'rinishi, oldi ko'rinishi qandoq desangiz so'rasangiz mening deb beroladiganligim shunchalik. Rahmat. Endi bir şey bir savol endi hozir Anvar akamiz so'zlab o'tgandek, ya'ni Sharqi Turkiston Milliy Qurultayyi bilan Dunyo Yoshlar Qurultayyi birlashgandan keyin Sharqi Turkistonga ism butunlay yo'q bo'lib, Dunyo Uyg'ur Qurultayyi o'rtaga chiqqanligini so'zlab o'tdi. Mushtan Ahmedjon apaning qanday qaraysiz? Sharqi Turkiston nom Yevropa parlamentiga kirib yo'qda rasmini ko'rdik. 3 yildan keyin endi bu Sharqi Turkiston amaldan qolinib, Dunyo Uyg'ur Qurultayining o'rtaga chiqishi bilan bizning bu Sharqi Turkiston Milliy ozodlik kurashiniki bu xalqaro diasporadagi harakatida ismning o'zgarishi nimadan darak beradi sizcha? Envercan so'zlab o'tgandek biraz burun bu 92-yili 1992-yil İstanbulda ochilgan yoki qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayyi degan mushu ismni nima uchun qo'ydi ular masalan? Mushni bir bilishimiz kerak. Anondan keyin 2004-yili
Dünya Uyghur Qurultayı qurulgan vaqtida nima uchun Dünya Uyghur Qurultayı degan bu ism qo'yildi? Buni bilishimiz kerak. Yoki uning orqa ko'rinishlarini, yoki bo'lmasa buning mush ismlarni bizning Sharq Turkiston Milliy ozodlik harakati bilan munosib. Ya'ni munosabatini degan vaqtida men bu yerda albatta prinsipal masalalarni deyman. Prinsipal. Ya'ni bizning shu harakatimizdagi prinsiplar. 92 yıl kurulgan bu kurultay oldu bilen bütün dünyadaki vatan sırtıdaki, yani çünkü vatan işidin kilenmeydi, vatan sırtıdaki barlık teşkilatlarını muşu kurultayının küllük astığa kirgen. Şunda bu vaxtıda bu Şarkı Türkistan Milli Kurultayı teşkilat olmaydı. Bu barlık Şarkı Türkistan Milli Azadlık Hareketi'deki teşkilatlarının, okşamagan teşkilatlarının yukarı organı oldu. Ali. Şuna bu barlık Şarkı Türkistan Milli Azadlık Hareketi'nin parçaları süptide, yoki tarmoqlari süptide birleşken bo'lganligi uchun albatta bu qurultay Sharqiy Turkiston degan bizning davlatning nomini ishlatgan. Ya'ni bu bizningki Sharqiy Turkiston Milliy Azodlik harakatimiz Sharqiy Turkiston degan mushu munqarz davlatning ve Şarkı Türkistan halkı yoki Uyg'ur xalqining egilik huquqini qaytib qo'lga keltirish uchun o'rtaq qaror oladigan ve olgan qarorlarini o'rtaq birlikda ijro qiladigan bir oliy organ. Shunga bu qurultay bizning milliy harakatimizni vatanimiz bilan bağlaydı. Yani devletimiz bilan bağlaydı. Ondan keyin hatta şu Sharqiy Turkiston degan so'zni so'zning keynida, ismning keynida milliy degan so'z keladi. Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayı. Milliy degan so'z Uyg'urchada bu davlatlik degan ma'noni bildiradi. Herkesmi hozirgi bizningki bu ko'ch tilimizda yoki xalq tilimizda yoki biz jonliq til deb qo'yamiz uni, adabiy til emas, jonliq til deb qo'yamiz. Jonliq tilimizda so'zlanayotganda milliy degan ma'noda emas, u herkes Uyg'urlarni bildiradigan. Bir Uyg'urlarni bir etnikni, millatni emas, etnikni bildiradigan. Bundaq bir ma'noni bermaydi, u davlatlik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni u Sharq Turkiston Milliy Qurultayı degan gap Sharqiy Turkiston Davlatlik Qurultayı. Endi davlatlik qurultay degan gap biz shuni shunda atab turgan bo'lsakmi, chunki davlatimiz bo'lmagandan keyin munqarz bo'lgandan keyin hozir biz shunda atab turdik milliy qurultay deb, amaliyotda u nima desa, shu bizning davlatimizning parlamenti. Chunki u yerda barliq tashkilotlar har xil yo'nalishdagi ideologiyalik, siyosiy ko'zqarashlardagi barliq tashkilotlar, o'xshamagan tashkilotlar şu parlamentda, şu Sharq Turkiston davlatining parlamentida mavjud bo'lib turdi degan gap. Demak, bu Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayı degan gap mana mushundaq bir ko'rinishni, bizning milliy ko'rinishimizni o'z ichiga olgan. Endi mushu ko'rinish 2004-yilgacha saqlanib keldi. Lekin oraliqda faqat bir masala yuz berdi. Bu mesele bizninki Sharqiy Turkiston Milliy Azodlik harakatidagi bir cho'ng ixtilofni ifodalaydigan bir masala yuz berdi. Bu bo'lsa-mu bizning vatanimizning nomi to'g'risida. Endi albatta vatan deganning bir nomi bo'ladi, davlat degan. Herkes devletin içki namı bulmaydı. Mümkün emas. Endi bu bir savatsızlık meselesi. Bir devletke
şu devletinin namını kalışıp ya ma buludu ya ma bulmaydı da onu ilmi cihetten ispatlap geçiyordu bula. İlmi cihetten. Mesela ilmi cihetten ispatlığa vakti Şarkı Türkistanlıkla, Türkistancılar bu mındak kuyulgandı, bunun mındak ilmi asası vattı, bu deydi. Uyguristançılar ya, Uygur degen sözünün mındak tarihi jaryandan kelgen, bu da onun tarihi arka görünüşlerini, onun ilmiligini, de Uygurlarınki kandak bir millet ekenligini, onun kini, dini degandek narsalarni so'zlashib ketibsiz. Bu ish kandak bizning Şarkı Türkistan milliy azodlik harakatimizdan hech qanday munosabat masalada. Bu faqat ixtilof tug'dirish. Bir-birimizga silish masalasi. Men shunda keskin ayta olaymanki, mushu Şarkı Türkistan, Uyg'uriston degan bizning davlatimizningki ikki etining chiqishi bu %100 Xitoy mustamlikchi hokimiyatining bizning harakatimizga sog'an tafriqlik ilmi kiradi. Bu mushu ilmi merkezga biz usul o'ynab, buni hatta bizningki shu Şarkı Türkistan Milliy Qurultiyi degan oliy organimizga olib. Lekin bo'pti, bu o'tib ketsin. Hamda Tayyorning hayron qolgan yeri haqiqatda. Bu davlatning bir nomi bo'lgan tursa, bu yer chiqib qolibdi deb so'rab ketgan yeri shu. Hayron qilib, ishonmay, sizlarni bir bunda uxlab qoldimi bu nimada, shuni bilan mushta deb qo'ydimi deb bunda o'ylagan gapda endi. Qari sizlar uxlab qolmagan. Shuni bilan bu 5-sinf hayron qoldi dedi. Bu qanday gap bo'lib ketdi bu? Bir davlatning ichki nomi. Endi buningdan o'tib texmi cho'ng masalaga duch kelamiz 2004-yil. U nima desa, u Sharqiy Turkistonmi, Uyg'uristonmi degan bu jidal, bu fitna deb qo'yamiz-ku biz. Bu fitna. Uningdanmi cho'ng bir fitna keladi. Endi bu cho'ng fitna nima desa, va Sharqiy Turkistonmi emas, Uyg'uristonmi emas. Undaq biznimalar yo'q. Tariximizda bo'lib baxmagan. Lekin Uyg'ur bor. Mushundaq bir xalq bor. Mushundaq bir pada bor. Bu yoqlaq chiqib yurgan. Ham mush padaning ismi bilan qo'yamiz hamda bu qurultayni deydi. Shuning bilan bu qurultay Sharqiy Turkiston davlatining qurultayi emas. Bu Uyg'ur xalqining qurultayi. Etnik grupdan qurultay bo'lib qoldimi ham shunaqa? Uqmaymiz. Bu so'zda uqmaymiz, lekin hozir kelmayman bu jarayonga. Uqmaymiz bu kimning qurultayi, bu nima qiladi bu qurultay? Bilmaymiz endi buni. Tushunmaymiz. Biz tushunmagan yerda chet elliklar albatta tushunmaydi xalqaro jamiyat. Buni mumkin emas tushunishi. Boshqa ellarning mumkin emas. Lekin bu yerda yana bir muhim masala bor. Bu Sharqiy Turkiston degan davlat ilinib o'tib, uningda shuning bilan milliy degan, ya'ni davlatlik qurultay degan davlatlik sifatida ilinib o'tib, buningda endi nima keladi desa, dunyo keladi buning. Ya'ni Dünya Uyghur Qurultayi. Endi Dünya Uyghur Qurultayi degan vaqtida har qanday bir kuzatuvchi yoki bizning milliy azodlik harakatimizga ko'ngil bo'lguchi yoki bo'lmasa kuzatuvchi yoki bo'lmasa diqqat qiluvchi yoki bo'lmasa bizga hissdoshlik qiluvchilar bu yerda bizning kim ekanligimizni, nima ekanligimizni, nima qilayotganligimizni bilmaydigan yerga keladi. Lekin mushu Dünya Uyghur Qurultayi degan ismdan nima ma'no chiqadi desak, bu endi dunyo Uyg'urlarining qurultayi emasmi? Shuning bilan mundaq bir ma'no chiqadi bundan. Nihoyat aniq shaklda. O'shanda Uyg'ur degan bir xalq bor ekan. Ularningki hech qanday bir siyosiy territoriyasi yo'q ekan. Shunga ular
uya bir yerde çiçilip jürüptü dünyanın uya bir yerlerde. Yani serdargan halk, sergerdan halk ya. Muşu sergerdan halk, dünya çiçilip sergerdan halk ne? Mao sahavetçiler, Uygurların sahavetçileri. Bularni endi bişini sılap bir kurultayını içip verip, o aşılarınki, aşı sergerdan halklarınki dünyanın bulun kuşaklı düşürgen, şularınki ihtiyacını çıkmak çıkıyordaydı. Şuna olan biz Şarkı Türkistan Milli Kurultayını Dünya Uygur Kurultayı özgertken halda birinciden devletimizin namını yo'qotdi. İkinciden kurultayımızın millilikini yo'qotdik, devletlikini yo'qotdik. Üçüncüden hatta bizning Uygurlarning bir muqim vatani, siyosiy territoriyasi bor bir xalq emas. Sergerdan dünyanın uya bir çiçilip yürgen aşındaq bir xalqning qurultayga aylantirib qo'ydik. Muşunun bilan biz endi Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik Harakati degan bu ruhni, bu g'oyamizni, cebimizni tikadigan bir nishonni biz yo'qotib qo'ydik. Bütün Uyg'urlar yo'qotdi. Dünya Uyghur Kurultayı 2004-yılı kurulup, şundaqla ismini Dünya Uyghur Kurultayı deb Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nınki ornuğu destişi bizge buna muşu facialanib geldi. Endi bizden soraydigan sualimiz bu muşundaqla bizninki davagerlerimizin, ben bu yerde hem de Şarkı Türkistan Milli Azadlık Hareketi cemçileri demeyim. Bizim davagerlerimizin ki Uygur halkının sergerdan, Uygur halkının Çiçilango, sergerdan ilgisi yok padının, zimini yok padının, otlaydıgan otluğu yok padının, beşini sılavat kalla, bilmey kaldı mı, bunu ya, düşenmey kaldı mı, ya olmasa bunu bilip durup kaldı. Hazır bizning tarixni eslagan vaqtida so'raydigan savolimiz mushu bo'lishi kerak. Va shundaqla shu vaqtda Dünya Uyghur Kurultayını qurganlar bizning mushu savolimizga javob berish kerak. Rahmat. Rahmat, yaxshi suhbat bo'ldi. Endi xo'sh, albatta sizni deb o'tdingiz program başında. Bizning mayli shu cho'ng tashkilotlarimiz öz Uyg'urlarga bir xil uçurup beraylik, sirtqi dunyolarga boshqa bir uçurup beraylikda endi. Abdurimjon. Hozir qoldi. Endi mush nuqtadan endi Kechiring. Uyg'ur degan nomninki bizningki shu tashkilotchiligimizda yoki milliy ozodlik harakatimizda Dünya Uyghur Kurultayı degandan burun bor yo'qligiga nisbatan men ikkilaylan demagan yana bir nuqtani deb beray. Xo'sh, hozir shu naqd savol sizga keldi. Yani çünkü sizin sualınız belki başka ketip başka sual soruluşı mümkün. Ben fakat muşu Uygur degan isim hakkında yani ne bulup Dünya Uygur Kurultayı degandan keyin Uygur degan isim keldi. Yani ne bulup müştaq bo'lib qoldi deganga men ikkilaylan mesela Enver Jakimiz O'rta Osiyodagi xalqlarni so'zladi, Uyg'urlarni so'zladi. Ahmet Osman efendim davlatlik nuqtadan so'zladi. Men bu yerda sizlarga biz diqqatimizni tatip bakmagan başka bir nuqtani hozir deb beray. Buningda Sharq Turkiston Milliy Qurultayidan boshqa yoki O'rta Osiyodagi har xil Uyg'ur yoki Sharq Turkiston tashkilotlaridan boshqa yana bundaq bir tashkilot bor. Amerika Uyg'ur jamiyati degan bir tashkilot esinglarda bormi? UAA deydi.
Amerika. Ha. Amerika Uyg'ur jamiyati degan bu tashkilot Amerikaning tashkiloti, Amerikadagi Uyg'urlarning tashkiloti bunday chiqib ketgan vaqtida 1991 yili Amerika Uyg'ur jamiyati qurilgan. Uyg'ur degan so'z agar Amerika Uyg'ur deydigan gap kelsa, ashlar qurilgan. Amerika Uyg'ur jamiyati shu qurilgandan boshlab ularningki xizmat nishonlarining birisi ularning ostida Uyg'ur kishilik huquq fondi, Uyg'ur kishilik huquq projekti degan shunday bir projekt ular qurilgandan boshlab bor. 2016-yillari biz hammamiz dunyo Uyg'ur kishilik huquq jamiyati komiteti degan buni ayrim qurilganligini hammamiz ko'rdik, lekin bu shu UAA degan bu o'rin qurilgandan boshlab ularningki vazifalarining birisi shu Uyg'urlarningki kishilik huquqiga munosabatlik uchurlarni to'plash, shu to'plagan uchurlarni Amerikaningki Kongress Amerikaningki munosabatlik qonun tuzish o'rinlariga shuni ma'lum qilish degan mushu vazifa bilan vazifani ular o'z ustiga olib kelgan. Endi 2004-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan bu narsa bu ism yoki bu qurilma bo'lgan vaqtida biz bu yerda Amerikaningki yoki bo'lmasa Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bu Sharq Turkiston degan bu davlat yoki Uyg'ur degan bu shu Sharq Turkiston davlatininki xalqiga nisbatan Amerika va BDT ularningki bizga qanday bizdan nimani kutayotganligini yoki bizdan nima so'raydiganligini buni nazardan saqit qilsak bo'lmaydi. Masalan, O'rta Osiyadagilarmi o'zininki ma'lum bir nuqtasidan kelib qatnashyotidi Sharq Turkiston milliy qurultiyiga. Anadan Amerika Uyg'ur jamiyati UAA degan o'zininki UAA degan jamiyatning nuqtasidan kelib masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga mayli ochiq qatnashsin, mayli ochiq qatnashmasin, ular kelib uni qo'llaydi yoki qo'llamaydi. Lekin bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidanmi keladigan yoki deydigan odamlar bor Uyg'urlarga nisbatan yoki Sharq Turkistonga nisbatan. Shuning men buni sizlarga deyilmagan so'z bo'lg'achqa Uyg'ur degan mushu gapninki kishilik huquq, Uyg'urning kishilik huquqi degan bu temalarninki faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2004-yili qurilib tuyuqsiz kishilik huquqni targ'ib qiladigan, kishilik huquq to'g'riliq kurash qiladigan bir kishilik huquq jangchisi bo'lib qolganligini emas. Undan burun 1991-yili qurilgan UAA'ninki bu kishilik huquq jihatdan shu tarafdan shu hukumatning Amerikaninki tarafidan ta'minlangan iqtisodiy manbalar bilan shu kishilik huquq temalarni davomli mush tarafni qilib kelganligini men sizlarninki samoqlarga solay dedim. Buni men ingliz manbalardan ko'rdim, UAA'ning o'zining manbasidan ko'rdim. Xo'sh, Ahmadjo Osmononim. Fatima yaxshi bir masala o'tirib qo'ydi. Men bu taraflardan atlab ketishimga sabab biz faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Sharq Turkiston milliy qurultiyini nuqtaliq tutib so'zlayotganligimiz uchun bu taraflarga o'tmadik. Uning ustiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bir tashkilot emas, o'zini bir qurultay shaklida, ya'ni ko'rsatgandan Dunyo Uyg'ur nima Sharq Turkiston milliy qurultiyining indaymiz shuning o'rniga kelgandek shaklda ko'rsatganlik uchun dedim. Lekin Fatimaning eskartganidan boshqa yana 1991-yilda emas, shu birla emas. 1996-yili Germaniyada qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyimi Uyg'ur bilan atalgan, Sharq Turkiston bilan atalmagan. Amaliyotda Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi amaliyotda Turkiyada qurilgan 94-yili, Turkiyada qurilgan 94-yil, 95-yil shu qurilgan vaqtida u Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi emasdi, Sharq Turkiston yoshlar birligi, Sharq Turkiston yoshlar ittifoqi degan nomda. Va Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi 96-yil qurilgan vaqtda shu chog'da raisi Ömer Qanot, ijro komitetining raisi
Dolqun Aysa bulup saylangan. Xo'sh, Anvarjon aka, sizning gapingiz oxircha qo'l ko'tardingiz. Ben kısaca qo'shimcha qilib qo'yay albatta. Ömer Kanat efendim mening bilishimcha xato bo'lsa tuzib qo'yasizlar. O vaqtida Dünya Uyghur Qurultayining raisi bo'lmagan Kurash Ko'san efendim reis bo'lgan deb esimda qapti, xato bo'lsa tuzib qo'yasizlar. Ammo Fatima xonimning deganiga asosan mening nayt haqliq va real ahvolga ko'ra bir misolni berib o'tdi. Mening buning qo'shimcha qildig'inim, ma Turkiyada bir gap bor. Bizda Uyg'urcha nima deydi bilmayman. Turkiya deydi, bog'chivonni tutib bilib uramsa yoki üzümni, meyveni yemse deydigan bir maqol bor Türkçede. Uyg'urchada qandaq men esimde yo'q. Bu misolni berib demakchi bo'lganim, demak shu yillarda yani Uyg'urlarning ezilayotganligi, assimilyatsiya qilinayotganligi, to'proqning, vatanning besib elinayotganligini dunyoga ve Birleşken Devlet Teşkilatı'na, şununla o'xshash xalqaro tashkilotlarga Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi nomidan epkirishdan ko'ra Uyg'ur nomidan epkirish osonroq bo'ladi degan, yani sebeplerinin birisi şu bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilaman. Bugün mesela aradan 20 yıl ötdi Dünya Uyghur Qurultayi qurulganiga. Demek tabi elbette artıqçılık var, kamçılık var, tanqid qildigan, taqsir qildigan ayrı meseleler var. Bugün Birleşken Milletler Teşkilatı'da Dünya Uyghur Qurultayi özünün namıdan çıkıp, yani başka teşkilatlar bilan hamkorlik şeklinde Sharqiy Turkiston xalqining davasını ekirib şehirde sözleşip bitipti. Yıllardan beri. Bunu endi demek ölsek 2000 yılı Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi ba vaqtida bu qilgandik. Hozir mana resmi şekilde qilib bitipti. Endi Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi bizning vatanimiz munqariz bo'lgan desek, biz aşağıda kiralar tuxmiki, kirenmet tuxmiki. Bu benim meselem emas. Ben bunun da malumatım, ihtisasım yok. Ama şu nizam namını teyyarlagan ve halkarada biz kandak kılıp vatanimizin meselesini algı süreleyimiz dep oylagan rahberlerimiz muşu noktalarımı nazar tutkan buluşu mümkün dep Fatima Hanım'ın degenige qo'shimcha qilib qo'ymay, qo'shimcha qilib qo'yay dedim. Rahmat. Endi Fatima xonimga so'z qilish fursati beray. Fatima xonim shu inglizcha manbalardan Dünya Uyg'ur Qurultayining qurilishi mushaqqida bir o'zining nimsini o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan. Shuni bir o'ttirib qo'ysa, ankam boshqa savollar asosida munozara qilaylik. Xo'sh, Fatima xonim boshlang. Hem sizningki prezentationingizni men o'zim qilay. Ekran ko'rindimi? Ekran ko'rindi. Xo'sh. Men bu suhbatga taklif qilingan vaqtimda sizlar mening chiroyimni Uyg'ur ko'rsizlar yoki meni Facebookdan Fatima Sayyoh deb taniysizlar yoki boshqa taraflardan shaxsiy tanishinglar mumkin. Lekin men bu suhbatga taklif qilingan chog'da men o'zimning o'rnini men xuddi hech qanday Uyg'ur millati emasdek, Sharqiy Turkistonlik emasdek, men xuddi bir sizlar cho'ng biladigan yoki cho'ng bilmaydigan bir chet ellik bir tadqiqotchidek, Uyg'urcha so'zlaydigan bir Amerikalik oq odamdek yoki ayoldek shu yo'sinda men butunlay Dünya Uyg'ur Qurultayining to'r beti, anandagi yana boshqa to'r betlar, ya'ni masalan Dünya Uyg'ur Qurultayining iqtisod bilan ta'minlagan o'rinlarningki maxsus to'r betlari degandek mushu manbalardan sizlarga
dunyodagi bularmi Dunyo Uyg'ur qurultayini iqtisodiy jihatdan ta'minlab kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan yaqindan hamkorlashib ishlayotgan o'rinlarninki kimlar ekanligi, ularninki qurultayga qanday uchurlarni yetkazadiganligi, qurultayga nima deydiganligi to'g'riliq uchurlarni sizlarga o'zimning hech qanday fikrini qo'shmasdan faqat o'zim topgan manbalarni sizlarga taqdim qilg'ili keldim. 2019 yil mana bu Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Turkiston degan nomni ishlatmamdi, yoki Sharq Turkistonning davlat bayrog'ini ko'rsatmamdi, ko'rsatmamdi xalqaro sahnalarda degan bu savolga mushadan boshladim. Masalan 2019 yildagi mushu NED degan bu o'rinning NED deganiki National Endowment for Democracy, Amerikaninki demokratiyani ilgari surish komiteti fondi deb desakmi bo'ladi. Mushlarniki 2019 yili Dunyo Uyg'ur qurultayini tabriklagan, taqdirlagan bir videosi. Ularninki to'g'ri betiga chiqsanglar, mush videoni ko'rsizlar. Bu videoda bunda bizningki vatanimizning bayrog'ini qilibdi. Anandan endi Sharq Turkiston deb olibdi. Anandan shu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayini tunishtiribdi. Qisqacha tunishtirgan vaqtida mundaq debdi, mana inglizcha debdi. 2004-yili Myunxenda qurilgan, anandan bu Sharq Turkiston milliy qurultayi bilan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayininki ikkisi birlashib shu organ qurilgan. Andan Dunyo Uyg'ur qurultayi demokratiyani, kishilik huquqni va Uyg'ur xalqininki erkinlikni tashabbus qiladigan bir o'rin bo'lib, buni tinch yo'sinda hech qanday qurol ishlatmagan yoki zo'rliqsiz va demokratik usullarda Uyg'urlarninki o'z taqdirini o'zi belgilashni qo'lga keltiradigan bir o'rin deb aytibdi. Anandan mishada yana Dunyo Uyg'ur qurultayi butun dunyodagi Uyg'urlarga vakillik qiladigan birdan bir o'rin, birdan bir organ debdi. Mushu organninki mushu Xitoy Kommunistik partiyasiningki Uyg'urlarga olib kelayotgan har xil fizikalik, ya'ni tan jazosi degandek, andan nima diniy, andan til jihatdan, madaniyat jihatdan bostirishlarini dunyoga ko'rsatgan bir organ deb mushu NED, ya'ni NEDninki Uyg'ur Dunyo Uyg'ur qurultayini iqtisod bilan ta'minlaydigan asosli organ. Shu organninki to'g'ri betida mana qara mushu gap yozilibdi. Endi bu mana sizlar biz da'vatgan xalqaroliq nuqtalardan yoki xalqaroga akirgan yerlardan shundoq so'zlabdi. Endi yana shu NEDninki 2019 yildagi shu o'xshash mukofot taqdish nimasidan to'g'ri betidan ko'rsanglar, abiqi gaplarni Dunyo Uyg'ur qurultayi bir xalqaroliq organ, demokratiyaning, kishilik huquqni va Uyg'urlarninki erkinligini ilgari surishda tinch, zo'ravonsiz va demokratik holatda ularninki o'zining siyosiy kelgusini belgilashga xizmat qiladigan bir organ debdi. Anandan buningda Dunyo Uyg'ur qurultayininki asosli qilgan faoliyatlari Uyg'ur kollektiviga yuz berayotgan zo'r challengelarni ularga yuz berayotgan challenge nima deydi Ahmedjon? Raqobatlarni Uyg'ur jamiyatiga yuz kelayotgan zo'r raqobatlarni, shu raqobat xiristlarni shu Dunyo Uyg'ur qurultayi tövandagi 4 nuqtadan yo'ritib berdi debdi. Birisi 1,5 million Uyg'urninki 1200 kampga solinib qolganligiga nisbatan xalqaroliq mushuni xalqaro bildirdi debdi. Ikkinchisi
siyosiy siyosiy jinoyatchilarninki qo'yib berilishiga, masalan, bu siyosiy jinoyatlar deganda jurnalistlar, diniy rahbarlar, andan keyin aktivistlar, andan keyin o'qituvchilar degandek mushlarni o'z ichiga olgan siyosiy jinoyatchilarning qo'yib berilishiga harakat qilibdi. Uchinchidan, siyosiy panohlik tilguvchilarninki huquqlarini qo'g'dashga tirishib, ularninki Xitoyga majburiy qaytarilib ketmasligining oldini olishga tirishibdi. To'rtinchisi, zo'rlab yo'qitilgan yoki majburiy yo'qitilgan Uyg'urlarninki ashlarning qo'yib berilishiga harakat faoliyat qilibdi. Endi mana bu biz deyotgan Uyg'urlarning deb turaylik, chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur kollektiv uchun harakat qilgan bir o'rin ekan. Bu o'rin o'zininki to'r betida shunday debdi, bu o'rinni iqtisod bilan ta'minlaydigan NED degan bularning to'r betida shunday debdi. 2019-yili demokratiya mukofotini olgan vaqtida shu 4 nuqtadan shu mukofotni olibdi. Hamda men bu yerda hech qanday Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati yoki Uyg'ur millat masalasi deganni men hech qanday gap qilmayman. Buni Ahmadjon bilan Anvarjon qo'yman. Men faqat o'zimning ko'nglimni sizlarga deb beryapman. Shunga buni qayta sizlarga deb qo'yishni loyiq topdim. Endi bu yerda To'lqin Iso shu faoliyatda bundoq debdi. Bu faqat boshlanishi, ya'ni bu gapninki qisqartib qo'yibdi. Uyg'ur bo'lish bir jinoyat emas. Dunyo harakatga kelish kerak, harakatga atlanish kerak. Biz faqat haqiqiy harakat qo'llanilgan vaqtida to'xtaymiz. Andikin biz shu Sharq Turkistonda haqiqiy rasmiy o'zgarish va taraqqiyot bo'lgan vaqtida anadagi harakatimizni to'xtatamiz debdi. Bu yerda Sharq Turkiston degan bu so'z, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni degan so'z bilan davomli almashtirib ishlatilgan. Nedmi buni ishlatilgan, ammo bu Sharq Turkiston degan gap so'zni nimqa vaqtida Sharq Turkistonni tushundigan vaqtida, Uyg'urlarni tushundigan vaqtida bu Sharq Turkistonning hech qanday bundaq milliy territoriyalik yoki davlatlik ma'nosi yo'q. Faqat u bir yerning ismi, xuddi Urumchi degan, masalan, Ulumuchi degan bo'lsa, endi buni nimalar bu BDT yoki netlar faqat buni asli Uyg'urcha atilishi Ulumuchi emas ekan, Urumchi ekan degandek, mana shundaq bir yo'sinda Sharq Turkiston degan nomni shundaq qo'llandi ekan. Buni deyishimdagi sabab, bular har qatim Sharq Turkiston degan nomni ishlatgan vaqtida uningga hech qanday davlatlik, ya'ni milliy tushuntirish bermaydigan, faqat shu Uyg'urlar yashayotgan bir yer, Uyg'urlar 2000 yildan buyon madaniyatli xalq, Jibak yo'lning bir tarkibiy qismi degandek shundaq so'zlar bilan tanishtirdi ekan. Endi men shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'zining ingliz to'r betiga chiqsanglar topalaydigan bir necha nimalari bor ekan, dokladlar bor ekan. Bu dokladlarni chiqamasga qurultoy qurilib 2005dan hozir 2025-20 yil o'tibdi. 21 yil o'tibdi. Ammo shundaq biz topalaydigan bundaq nimalar, bundaq inglizcha yillik xizmat xulosasi deganlar unchalar chiqamas ekan. O'zininki nimasida 2006-2009dagi yilgi faoliyat xulosasida o'zini mundaq tunishtiribdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro organ, Sharq Turkistondagi va chet ellardagi Uyg'urlarga vakillik qiladigan, ya'ni kollektiv shu nimasiga manfaatiga vakillik qiladigan bir organ. 2004-yili 16-kuni Myunxenda qurilgan, andan keyin degandek Sharq Turkiston milliy qurultiyi va Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining birligidan qurilgan. Andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining eng muhim obyekti yoki nishoni Uyg'urlarningki huquqlarini ilgari surish. Buni tinch
zo'ravonsiz va demokratik usullarda ilgari surib, o'zining Sharq Turkistondagi o'zining siyosiy kelgusini belgilashga harakat qilish debdi. Bularning hammasi sizlarga Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb kelayotgan so'zlar bilan ancha cho'ng balkim o'xshamaslik bo'lishi mumkin, o'xshashlik bo'lishi mumkin. Men hozir o'zimni chet ellik bir tadqiqotchi sifatida qo'yganligim uchun Uyg'urlarga mundaq degan yoki chet el Uyg'urlar sirtqi dunyoga mundaq degan gapni men demayman. Men faqat sirtqi dunyoga mundaq deganligini ko'rsataman. Endi mission statement debdi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyininki nimasi nima? Missionsi vazifasi nima degan vaqtida Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'xshash gaplar yana shu demokratiya, kishilik huquq, Uyg'urlarga bo'lgan erkinlik deganni tinch degandek gaplar. Anadan bu yerda bir muhim gap bor. 2006dan 2009gacha report 2009 mushu Uyg'urlarning birdan-bir qonunliq organi bo'lish sifati bilan, ya'ni Sharq Turkiston va chet ellarda Uyg'ur xalqininki birdan-bir qonunliq organi bo'lish sifati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston uchrayotgan savollarga yoki Sharq Turkiston masalalariga dialog va negotiation murassa deymiz Uyg'urchada. Dialog va murassa usuli bilan usulini qo'llanib Sharq Turkiston masalalarini tinch yo'l bilan hal qiladi. Tinch yo'l bilan hal qilishga tirishadi debdi. Andan keyin yana o'xshash ularninki vazifasida shu Xitoyninki Sharq Turkistonni egallab olganligiga qarta zo'ravonsiz va tinch harakat qiladi. Shuningga qarshilik bildirdi. Andan keyin xalqarалық kishilik huquq qonunlari kishilik huquq shu qonunlar emas, kishilik huquq standard nima deydi? Fakat degan qoida yo'sullari, ya'ni kishilik huquq qoida yo'sullari bilan desak mi bo'ldi? Ashlarga hech qanday unconditional, ya'ni hech qanday qarshiliksiz yoki hech qanday shart sharoitsiz butunlay shuningga bo'ysunadi. Andan keyin shu demokratik usullarga bo'ysunadi. Hem shularni qo'llanadi. Andan keyin ovozning birlam bo'lishiga qarshi turdi. Andan keyin dinlarninki bir-birini sig'dirmaslikqa qarshi turdi. Andan keyin terrorlikqa qarshi turdi deb mushular ularninki tashkilot siyosati ekan. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2004-yildan boshlab hozirgacha Ağabey Enver Japan'dan müddət o'tdi. Hem Dunyo Uyg'ur qurultiyi davomliq o'zini Uyg'urlarning birdan-bir qonunliq tashkiloti degan gap bilan biz harakat qildik deydi ekan. O'zining tor betlarida mushuni yozdi ekan. 2004-yil qurilibdi. 2005-yili birinchi qatimliq kengashni o'tkazibdi. Erkin olib degan kengashda nima bo'libdi? Prezident bo'libdi. 2006-2019gacha xalqarada kengayibdi. Andan keyin bu yerda nimishlarni qilibdi deganda xalqarалық faoliyatlarni qilibdi. Andan keyin BDTga lobbilik qilishni boshlabdi. Andan keyin Xitoydagi kishilik huquq shu kishilik huquqning yomon taraflarini dunyodagi medialarga deyishga boshlabdi. Andan keyin 2009 shunday ishlar bo'libdi hamda 2023ga kelgan vaqtida BDTninki kishilik huquq tashkilotininki
tashkiloti bilan shular qatnashib Xitoyningki kishilik huquq taraflardan qilayotgan yomon ishlarni debdi degandek. Ya'ni qandaq desak yoki demasak, Dünya Uyghur Qurultayı o'zininki nizomnomasida, vazifasida nima qilib aytgandek, Dünya Uyghur Qurultayı dunyoning o'zi aytib olgandek, dunyodagi Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan butun dunyo Uyg'urlarininki birdan-bir ashlarga vakillik qilgan birdan-bir qonunliq tashkilot ekan, shu Uyg'urlarninki nimasiga kishilik huquqini qo'lga keltirish uchun kurash qildi ekan. Bular nima ish qildi ekan? Endi bunda bo'lgandan keyin bizda savol tug'iladi, ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan birdan-bir qonunliq organ ekan. Unda bo'lsa Dünya Uyg'ur Qurultayı yana boshqa kimlarga xizmat qiladi degan bu savol qo'yiladi, chunki azroq aniq deb o'tdik, Dünya Uyg'ur Qurultayining iqtisodiy manbasiningki kelish manbasining birisi shu net ekanligi to'g'riliq. Endi Dünya Uyg'ur Qurultayı stakeholder deb qo'yamiz, ya'ni ularninki qilayotgan xizmati, ya'ni kimlarning manfaati uchun xizmat qildi yoki nimaning manfaati uchun qarshi xizmat qildi deganni buni qo'ysak, birinchi bo'lib Uyg'ur diasporadagi Uyg'urlarning manfaati uchun xizmat qildi ekan, ya'ni ularning shu madaniyatininki saqlanib qolishi, ularning adil nimaga uchrashi, muomalaga uchrashi degandek. Andan keyin g'arbninki nima hukumatlarga xizmat qildi ekan, bu yerda g'arbning hukumatlarga qaysi taraflardan xizmat qildi ekan degan chog'da kishilik huquq teminlarda g'arbning davlatlari bilan birlashadi ekan, ya'ni ular shularga manfaat yetkazadigan ishlarni qilish kerak ekan. Andan keyin diktatorlikqa qarshi shu nuqtadan chiqish qilib turib kishilik huquqninki xizmatini qildi ekan g'arbga. Andan keyin ba'zi xalqaro institutlarga masalan qonun chiqaradigan yoki bo'lmasa Xitoyga sen bunday qilsan, anaqa qilsan deb Xitoyga deydigan shunday bir institutlarninki shunday deyalishi uchun Xitoyga ashtaqa gap qilalish uchun shularga paket to'plab beradigan shunday foydani yetkazish kerak ekan. Andan keyin hukumat tashkilotlarga boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birlashib har xil faoliyatlarni ilib berish kerak ekan, isbot to'plash kerak ekan. Andan keyin net degandek pul bergan odamlarga ularninki netninki o'zininki demokratiyani ilgari surish degan mushu vazifasini Dünya Uyg'ur Qurultayı ularga shu vazifasini nima qilib berish kerak ekan. Shunga moslashib shu vazifasini olg'a surish kerak ekan. Andan keyin dunyodagi media axborot vositalarigami Uyg'urga munosabatli gaplarni shu o'zi jakalagan yo'sin bo'yicha Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'urlarga munosabatli gaplarni deb berib, andan keyin dunyoninki bizni qanday ko'rdiganligini Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'urninki obrazini dunyoda xalqaro tiklaydi ekan. Andan keyin Xitoyninki rejimiga nisbatan Xitoyning rejimi buning qarshi turdi ekan. Andan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı yolg'on gap qildi yoki undaq qildi deb Xitoy bilan bundaq Xitoyning manfaatiga qarshi harakat qildi ekan. Mana yana asosli shu qayta desak, Dünya Uyg'ur Qurultayining qan 4 cho'ng ishi shu internetda faoliyat olib turibdi. Internet faoliyatlari, ya'ni jamoat fikrini birlikka keltirish, jamoat fikri deganda xalqaro jamoat fikrining Uyg'urlarga qanday bo'lishini birlikka keltirish, Uyg'urlarning ichidagi jamoat fikrining Uyg'urlarga qanday bo'lganligini birlikka keltirish. Andan keyin abay degandek foyda manfaat, ya'ni shu Dünya Uyg'ur Qurultayı foyda manfaat olib keladigan shu o'rinlarga lobbilik degan shu qonun chiqarishga yordamlashish degandek ular bilan ular uchun ishlash. Andan keyin prinsiplarni muqimlashtirish, ya'ni bu prinsip degan chog'da bir strategiyalik holda zo'ravonsiz demokratiya, andan keyin tinchlik bilan
qarshi turish degandek mushularninki o'sha Uyg'ur xalqininki kishilik huquqini asrashda, Sharq Turkiston masalalarini tinish yo'l bilan bartaraf qilishda Dunyo Uyg'ur qurultiyi mana shu prinsiplarni ulini chingitib berdi ekan. Muşlarni qildi ekan. Andikin bular Dunyo Uyg'ur qurultiyi bularni bu vazifalarni qanday ado qila oladi ekan degan vaqtida masalan diplomatiya bilan diplomatik o'rinlarga kira oladi ekan. Diplomatik yo'sinda masalan PDT yoki Yevropa parlamenti yoki Yevropa birligi yoki Amerikaninki state yana Amerika hukumati degandek. Anandikin shu bo'lgunchi degan nomninki chaplanib qolmaslik uchun xizmat qildi ekan. Anandikin bularning pulning kelish manbasi, inglizcha manbalardagi kelish manbasi netgan. Chunki bular Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'llaydi ekan. Bular milliy ozodlik harakatlaridan akroq shu kishilik huquqni to'g'daydi ekan degandek. Anandikin buni balkim Dunyo Uyg'ur qurultiyi asta-asta qadamma-qadam shunday harakat qilib, anandikin oxirgi borgan chog'da bir oliy avtonomiyaga yetishni maqsad qildi ekan. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu nuqtasi endi shu tadqiqotlarga asoslangan vaqtida agar mustamlika bo'lgan zaminninki shu mustamlika zamin xalqininki ko'zidan qaragan vaqtida qandaq bo'ldi ekan degan vaqtida bu mustamlika zaminninki mustamlika zamonga yoki mustamlik zamonning xalqiga vakolat ular kafolat qilolmaydi ekan. Ularga vakolat bo'lolmaydi ekan. Sharq Turkistonni bir mustamlik zamin degan vaqtimizda. Anandikin chunki mustamlik zaminga nisbatanmi shu mustamlik qilgan zaminlarga nisbatanmi xalqaro qonunlar bor ekan. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq qonuniga yoki kishilik huquq qoida qonunlariga butunlay bo'ysunamiz degan vaqtida bu mustamlik qilingan zaminning mustamlikini yo'qotishni qo'llaydigan xalqaro qonunlarni butunlay nazardan saqitgan holda shu faoliyatlarni olib bordi ekan. Ammo xalqaroda yana o'z mustamlikadan qutulishni qo'llaydigan quvvatlaydigan yana hatto shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi davomli harakat qiladigan BDTning qonunlari bor ekan. Masalan 1960-yillardagi UNGA resolution 1970-yildagi UNGA resolution yoki UN Charter article degandek nimalarni qo'yib qo'ydim. Shularni izlasanglar 15, 14, 26, 25 tarqatdan bir nima o'tgan vaqtida bir qonun BDTda o'tgan vaqtida shularga ism qo'ydi. Ismlarni izlab bo'ldi. Masalan, yana Viyana birlashib xitobnomasi desak bo'ldi, convention masalan yoki Viyana qoidasi desak bo'ldi. Ya'ni ba'zan tangsiz shartnomalar imzolanib qolgan vaqtida shu Viyana xitobnomasiga xitob qilsak, shu xalqaro qonun bo'yicha tangsiz shartnomalarning bekor qilinishiga yordam bo'ldi ekan. Shunga bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining qilayotgan ishlari xalqaro kishilik huquq nemisidan nuqtasidan kuzatgan vaqtida ular hech qachon Sharq Turkiston davlati milliy munqaris bo'lgan davlat degan bu davlatninki mustamlikadan qutulish degan bu nuqtasiga harakat qilmaydi ekan. Ondan yana bir necha gaplar bor. Masalan, aniq qilib nedninki qandaq tarbiyalaganligini deyman, lekin undan burun ya'ni BDTninki nedninki Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi odamlarni
qandaq tarbiyalaganligi, ularga nima deyish yoki nima demaslik kerakligini qandaq o'rgatganligi to'g'risida Dunyo Uyg'ur qurultayining o'zininki manbalaridan olgan narsalar bor. Uni ilib ko'rsataman. Lekin hozir hamda qurilgandan boshlab hozirga kelguncha uning iqtisodiy manbasi nadan kelgan, qancha pul bergan degandek bularni bir axtarib chiqdim. Shu net degan o'rin 1983 yılı qurilgan Amerikaninki ishkili partiyasi qo'shilgan shaxsiy faoliyat ilib boradigan deydi hamda hukumatsiz tashkilotgan hukumatsiz o'ringa ama bular asosli to'g'ri o'xshamaydigan ko'z qarashlar bor ekan, ular o'zlarini hukumatsiz tashkilot deydi ekan, biroq ba'zi boshqa manbalardan bularni CIA'ninki faoliyatlarini ilib boradigan Amerikaninki yumshoq kuchini xalqarada xalqaro kengaytiradigan mustaq bir o'rin deydi ekan, ularning 100dan ortiq davlatda 2000dan ortiq shu beradigan turlarga pul berdi ekan ular. Mesela 2005-yili shu birinchi qatim Nedning o'zining to'r betidan elinishicha Uyg'ur American Association, Uyg'ur Amerika jamiyatiga $126,000 pul beribdi. Buni shu Uyg'ur kishilik huquq projektini qilish uchun. Bu gap yana o'xshash. Bu yerdagi gap musulmon yerlik xalq bo'lgan. Xitoyninki musulmon yerlik xalqi bo'lgan Uyg'urlarninki zulmga uchrashlarini, ularning kishilik huquqlarining uchrayotgan zulmlarni shuning qarta isbot to'plash uchun pulni beribdi. 2006-yili yandan keyin NED boshqa yana yerlarga pul berishni boshlabdi. Uning ichida yana birisi xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi deganga $90,000 beribdi. Yana Amerika Uyg'ur jamiyati $215,000 beribdi. Ana degan Dunyo Uyg'ur qurultayiga $90,000 beribdi. Hammasi o'xshash kishilik huquq, hammasi o'xshash shu asonliq millat, ya'ni Xitoyninki yerlik asonliq millati ya, Xitoy degan davlatninki yerlik asonliq millati degan gapni Sharq Turkistonninki yerlik xalqi degan gapga u ikkisi o'xshamaydi. Bu gapga diqqat qilsanglar. 2017da Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan berilgan pul $136,000 ekan. Uyg'ur Panga $20,000 beribdi degandek. Ammo Uyg'ur American Association'ga davomli pulni qaytib beribdi. 2008-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi $146,000 olibdi. 2009-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi $186,000 olibdi. Bunun ichida 2010-yili yana ayliqi Urumchidagi qonliq vaqa yuz bergandiki 2010-yili hech qanday pul berganninki gap yo'q ekan to'g'rida. 2010-yili jimjit o'tib ketgan o'xshaydi. 2011-yili $195,000 olibdi. 2012 $185,000. 2013 $180,000. 2014 $275,000. Bundan qaraydigan bo'lsanglar, net shu Amerika Uyg'ur jamiyatini har yili az deganda $100,000dan $300,000gacha pul bilan ta'minlab keliglik. Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zini birdan-bir organ deb atagan bilan ularning olgan puli hamiyatda Amerika Uyg'ur jamiyatidan oz ekan 2014ga kelgacha. 2015da $260,000 olibdi. 2016dan keyin topolmadim, 2017dan topolmadim. Ya'ni shu bizning beshimizga eng kulfatli kelgan kunlar shu 21-asrdagi kulfatli kunlarda bu to'g'riliq hech qanday har qanday yerdan hech qanday ma'lumot topolmadim. Aslab 2020-yili andan keyin Nedninki o'zining to'r betida bu to'g'riliq hech qanday gap yo'q, ammo u Yevropaninki lobby paketlari deydigan bir hukumat to'ri bor ekan. Shu hukumat to'ridan Yevropa parlamentiga lobbychilik qilgan tashkilot o'rinlarninki iqtisodiy manbasini undaq statik qilgan yeri bor ekan. Shu yerdan topganimda Dunyo Uyg'ur qurultayiga yana €273,000 beribdi. Andan keyin 2021-yili €369,000 beribdi. Andan keyin 2021-yili Dunyo Uyg'ur qurultayiniki dokladxon sonida €469,000 bor ekan. 2022-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi €5,000,000. Andan keyin buningda
net 443 ming euro beripti, yoki 444 ming euro beripti. Andan keyin erkinlik fondi 27 ming, andan keyin degandek boshqa kichik pullarni bor ekan. 2023-yili nimada Dünya Uyghur Qurultayida 619 ming euro bor ekan. Net buningga 391 ming beripti. Andan keyin yani boshqa bir o'rinlarmi buningga boshqa pullarni beripti. Ammo netdek chiqamas ekan. 2024da hech qanday narsa yo'q. Qiziqarli yeri o'xshash to'rbetdan 2023-yili yana Yevropa parlamentiga lobbichilik qilgan eng chong tashkilotning birisi Uyg'ur harakati Campaign for Uyghurs degan Roshan Abbas xonim qurgan bu tashkilot. Buningda 400 ming yevroni Yevropa parlamentiga lobbichilik qilibdi degandek. Mushu endi Dünya Uyg'ur Qurultayiningki yillik nimani ma'lumoti yoki yozilgan dokladlari 2020-yilda bir doklad yozibdi, 2022 yozibdi, 2006da 2009gacha qo'shib bilan bir doklad yozibdi. Asosli bu dokladlarning hammasining mazmunini o'qib chiqdim. Bu kishilik huquqqa markazlashgan. Masalan, Dünya Uyg'ur Qurultayi kishilik huquqqa markazlashishdan burun Sharq Turkistonning mustamlik qilingan zamin ekanligiga, mustamlikadan qutulish degan shu taraflarda xalqaro qonunlarning bor yo'qligini bilmamdi degan vaqtida men yana shu qurultayninki o'zininki 2008-yildagi Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash kursi degan shu kursininki ma'lumotiga asosan ular o'z ta'minlagan nimaga asosan qarasab Dünya Uyg'ur Qurultayi albatta buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bularga deb ekan to'qim shunday qonunmi bor. Mustamlik qilingan davlatlar va xalqlarninki mustamlikadan qutulishga oid shularni qo'llaydigan boshqa qonunlarim bor deganni ularga deb ekan to'q. Mana mushlarning hammasi ash dokladdan ekran kesmasi asal ma'nosi shu ular mushta qonunlarning borligini biladi ekan to'q. Andan keyin buni hamda shu qitimliq bu tarbiyalash yig'inida BDTninki izlagan xalqlar va millatlar va davlatlarga nim qilgan vakolat o'rni degandek UNPO. Andan keyin undan boshqa necha masalan Italiyadan yoki Germaniyadan qonun loyihachilar yoki siyosatchilar degandek har xil odamlar taklif qilinibdi va bularninki Dünya Uyg'ur Qurultayiga qayta jekilgini sizlar eng yaxshisi hatto o'z taqdirini o'zi belgilash degan gapni qilmanglar debdi. Bu yerda Ahmadjon o'z taqdirini o'zi belgilashni texnik aniq tushuntirib bersin. Uningki milliy ozodlik harakati bilan bo'lgan munosabati o'xshamasligini. Lekin davomli Dünya Uyg'ur Qurultayiga deyilgan, ochiq deyilgan gap BDT tarafidan eng yaxshisi sizlar nima kishilik huquqlarni markazlashinglar. Andan keyin shu Xitoyninki bor qonunlardan foydalanib o'zinglarninki odamlarga, xalqinglarga shundan foyda yetkazinglar. Andan keyin agar sizlar bunda qurolliq nim qilgan bo'lsanglar, faoliyat qilgan bo'lsanglar, armed struggle degan qurolliq faoliyat u chog'da Yevropadagi ham dunyodagi boshqa sizlarni qo'llaydigan odamlardan ularning qo'llashdan ayrilib qolsizlar. Sizlar faqat shu Xitoydagi kishilik huquqning kelam gibini qilinglar. Andan keyin egilik huquqining ergiz gibini qilmanglar. Degandek mushtaq gaplarni qilibdi. Aniq debdi 2008-yil debdi, 2007-yil debdi. Andan keyin necha odamlar so'zlab bo'lgan ekan shu chog'dagi rais Rabiya Qodir xonim undaq debdi. Endi biz jiq narsalarni o'rgandik. Andan keyin biz undaq nimamizni yana self determination degan o'zi taqdirini o'zi belgilash to'g'riliq biz gap qilmaymiz. Biz zimin to'g'riliq gap qilmaymiz, zimin butunlik to'g'riliq gap qilmaymiz.
agar Sharq Turkiston mustaqillikni qo'llashsa yoki mustaqillikni to'g'riliq gap qilsa yoki zo'ravonlik harakati bilan shug'ullansa dunyodagi hech qanday odamlar xalqaro bizga yordam bermaydi. Shunga biz mustaqillikni izlaymiz, mustaqillikni to'g'riliq gap qilsak, u chog'da biz o'zimizningki maqsadimizga yetolmaymiz. Andan keyin balkim zaminning gapini qilaversak, biz balkim butunlay yo'qolib ketishimiz yoki bo'lmasa o'sha irqiy qirg'inchilikqa duch kelishimiz mumkin deb 2007-yili Rabiya Qodir xonim irqiy qirg'inchilikqa duch kelishimiz mumkin, yo'qolib ketishimiz mumkin degan gapni irqiy qirg'inchilik xalqaro e'tirof qilmagan vaqtida 21 yil mushtaq bo'lishimiz mumkin, shunga og'zimizni yumishimiz kerak deb mush gapni rahbar bo'lish sifati bilan shunaqa debdi. Andan keyin yana debdi, agar biz nimaninki mustaqillikning gapini qilaversak, u chog'da Xitoy hukumati bizni bo'lgunchi deb qoladi, terrorist deb qoladi. Shuning bilan biz o'zimizningki nimamizga yetolmaymiz, maqsadimizga yetolmaymiz debdi. Andan keyin biz yana davomli tinchlik bilan harakat olib boramiz. Biz tinchlikni, so'ygini va do'stlikni so'raymiz. Hech kim bularni rad qilmaydi, hatto dushmanimizmi do'stimizga aylanadi. Biz Afg'oniston, Iroq, Falastinlarga qarasak, ular kunda qashta qiynalib ketib bordi, ular qiyin turmushlarni boshdan kechiryotdi. Lekin ular yana to'xtamay kurash qilyotdi. Biz Uyg'urlarda bir gap bor. Sabrning oltin deydigan, biz sabr qilamiz. Deb mush gaplarni oxirlashtiribdi. Buni hamda mushundaq deb kelsak, 2007-yilda o'xshash mushundaq tarbiyalash bo'pti, 2009-yilda o'xshash tarbiyalash bo'pti. Bu tarbiyalashlarningki eng muhim gapi shu, sizlar faqat Xitoydagi kishilik huquq to'g'riliqlam gap qilinglar. Hech qanday o'zinglarningki zamin egalik huquq to'g'riliq qat'iy gap qilmanglar degan mushu buyruq, ya'ni mushu yo'llanma kelibdi. Andan keyin nimani Dunyo qurultayini pul bilan ta'minlagan Nadmu shu o'xshash gapni qilibdi. Balkim bilasizlar, Louisa Grief degan xonim Sharq Osiyoninki shu NED fondininki Sharq Osiyo bo'limininki boshlig'i ekan. Bu xonim ochiq debdi. Biz sizlarninki demokratik yo'sinda shu kishilik huquq to'g'riliq gap qilishinglarni xohlaymiz. Agar sizlar mustamlika degandek o'nda gaplarni qilsanglar biz qo'llamaymiz debdi. Nadninki 2009-yili Xitoyga ajratgan Xitoy fondiga 12% Xitoyga ajratgan fondi borki, shuning 12%ni Uyg'urlarga beribdi, 12%ni Tibetlarga beribdi, ichki Mo'ng'ulga 7% beribdi degandek. Endi mush Louisa xonim o'xshash gaplarni qilibdi. Yana ash materiallarni hammani olib kelsanglar shu gap biz ko'rayotgan xalqaro tashkilotlar, biz cho'ng bildigan PDT, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga mana shundaq yo'l yo'riq berdi. Rahmat Fatima Sayya xonim, o'zingizdanki ingliz manbalardan foydalanib Dunyo Uyg'ur qurultiyining hozir qilib kelayotgan xizmatlari, olgan yordam pullari bo'xnat yaxshi qisqacha bir aniq bir nimani berdingiz. Bu hargizmi sizningki o'zingizdan chiqqan emas, ash manbalardan foydalandingiz, mana presentation shaklida qilib yaxshi qilib berdingiz. Ya'ni bundan ko'rib turyapmiz. Hamda obadan Anvar Jo'akimizim dedi, shu Sharq Turkiston nomida da'vo qilib qolsa ba'zi bir yerlar kirish kirmaslik masalasimi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Sharq Turkiston degan nomni o'rniga Uyg'ur degan ismni qo'llangan degan gaplar ma'lumsiz bo'lib qoldi. Deb shu yerda nima qilgan ekan, siz boshladingiz gapni. Siz hozir mana shu qon so'zlagan so'zingizdan hozir deb chiqib, hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyini faqat kishilik huquqlar nuqtasidan yordamni faqat shuning bilan birdiganligi, uning boshqa nimasiga berilmaydiganligi to'g'risida siz qayta hamma narsada buni ta'kidlab o'tdingizda hamda mush nuqtani
kuzatgan vaqtida meningmi kallamdan o'tmaydigan bir nuqta bor. Bu nuqta nima deganda, yani shu Erkin Akram akamizniki, biz hamda Uyg'ur strategiya mutaxassisi deb leksiya yamancha anglaydiq. Bu akamiz Dunyo Uyg'ur qurultayiniki muavin rais bo'lishdan ilgari, yani Rabia Qodir xonim zamonida hamda Dunyo Uyg'ur tadqiqot markaziniki mudir shunaqa bir nimasi bor ekan. Deydi biz nimaga tayyor? Biz nimaga tayyor turamiz? Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi degan bir kishilik huquq organi. Bizniki bu da'voyimiz Sharq Turkiston zimin da'vosi bo'lgan cho'qim Dunyo Uyg'ur qurultayi yani o'rniga yani bir nimasiga cho'qim Sharq Turkiston bir narsa qurilishi kerak deb bu narsalarni sizlar anglgan bu narsani hammadan bildigan bir nuqta. O'zi Sharq Turkistonni mustaqil qilishniki yo'l xaritasi chizyapman degan gaplarni deydi, ammo hozirgacha bu Sharq Turkiston yo'l xaritasiga nimasini e'lon qilib boqmadi, hech kim ko'rib boqqan yeri yo'q bu narsalarnikini. Har qatim xaritasi Abdurim o yo'l xaritasini ko'rdik-ku. Ya Chunki o yo'l xaritasi Erkinninki Dunyo Uyg'ur muavin raisi bo'lgan. Shu yo'l xaritasi shu yerga olib bordi. shakab bo'ldi. Shundan u narsa yepirib ketdi-da, u narsa oxirim chiqmadi degan gapda. Uzun yo'l xaritasi degan gap chiqamadi bu yerda shunday bo'lganda. Bunda yaxshi bir tushunch berdim. Endi hozir ham Dunyo Uyg'ur qurultayi turib har 2 yilda bir yig'in ochdi. Sharq Turkiston Uyg'ur Milliy Kengashi deb. Endi qalpoq tushdi, qirg'iz yo'q, imom aliqi nimaga tushdi, nima yo'q deb gap bor emasmi? Endi nom, kichik nom, lekin echib olgan yig'in cho'ng nomda ham cho'ng hamda zimin nimasi keladi hamda. Mushunga nuqtani endi hozir avval Ahmadjon Osmon apadan boshlab mushunga qanday qaraysiz? Nimaga? Hozir do'qan Sharq Turkiston degan ismda qo'lni qilib nurg'a yerda nima deb. Lekin qurultoy Uyg'urlar ham Sharq Turkiston nomini yig'ilashdi. Masalan, Sharq Turkiston Milliy Kengashi, Sharq Turkiston bu da aytayotgan Sharq Uyg'ur Kengashi bor hamda. Mushlarni ochimiz deb har yilnisi yig'in tayyorlik qiladi. Ham ism Dunyo Uyg'ur qurultayi ochgan yig'in ham yomon cho'ng bir zimin da'vosiniki davlatniki bir nimasi kelib chiqadi. Mushni vaqtidan mushlarni qilayotgan ishingmi albatta ismi desangiz tushuniksiz deydi. O'zimizga ham tushuniksiz, dunyoga bir aniq birini bilmaymiz deysiz. Mushlarda qanday qaraysiz? Bu yerda masala Sharq Turkiston degan so'z emas. Chunki biz hozirga kelguncha Sharqiy Turkiston degan mushu so'z ikki so'z Sharqiy Turkistondir. Ikki so'zdan. Bu hech qanday ma'nisiz bir ikki so'z. Aşı ikki so'zni ishlatyapmiz Uyg'urlar. Chunki Sharq Turkiston desak ham bo'ladi. Lekin nima bu Sharq Turkiston degan? Buni bilan surishtirmaymiz buni. Shunga bu Sharq Turkiston deganni paytda so'zlab o'tdi. Eni deb deydi uni Sharq Turkiston deb. Chunki Uyg'urlar shuni Sharq Turkiston deb atabdi ekan, mush yani. Yoki mush mashani, yoki mush yezni. Uyg'urlarning nomida atsa bo'ladi Sharq Turkiston. U davlatning ma'nosini bermagandikin bo'laver. Lekin davlatning ma'nosini berib qolsa bo'lmaydi. Shunga Dunyo Uyg'ur qurultayida boshqa tashkilotlar bo'lamdi, har qanday tashkilot, men hech qanday bir tashkilotni mustasno qilmayman. Sharqiy Turkiston degan ishlatgan vaqtida davlat degan ma'noni ishlatmaydi. Hargiz ishlatmaydi. Bu birinchi. Ikkinchi endi mustaqillik degan gaplar bor. Bu mustaqillik degan gapmi? Eng oz bo'lganda ikki ma'nosi bor mustaqillikning. Ikki ma'nosi bor. Masalan, Uyg'urlar mustaqillik talab qilamiz, kishilik huquq talab qilmaymiz degan vaqtida shu mustaqillik talab qilamiz degan mustaqillik degan mushu uqum, mushu so'z ikki ma'noga ega bo'ladi. Bu ikki ma'no Uyg'urlarni ikki xil sifatlaydi. Shunga buni tushunishimiz uchun endi biz mushu nimaga qaytamiz endi? Masalan, o'z taqdirini o'z belgilash nima? Anandan milliy ozodlik harakati degan nima? Ikkisining o'xshamaydiganligini so'zlashga to'g'ri keldi. Mundaq misol olaylik. Katalonlar İspaniyada öz taqdirini o'zi belgilash yo'lida
öz takdirini özü belgileş yolunda öz takdirini özü belgileşinin metodu boğan ray sınası küçük Katalonla İspanya'da mutlak köp sanda müstakil bulumen diyen sanını elip, avazını elip müstakilligini elan kıldı. Lekin İspanya hükümeti, devleti etraf kılmadı. Etraf kılmagan lekin ulanın katta başları bir hareketke ütümen degende eğer bunda hareket göstersen sen terörist olsa İspanya'nın kanunu xilap çıkan bolsa dep ulanı anikin qoğlaşqa başladı, sürüp tokay qilishga başladı. Bularning hammasi de İspanya haqliqmi? İspanya haqliq. Albatta haqliq. Endi Katalonlarning mustaqillik talabichi u qandaq talab? Biznikiga o'xshamdi. Herkes o'xshamaydi. Katalonlarning mustaqilligi bu faqat öz taqdirini özü belgilash metodi bilan yetib boradigan mustaqillik. Bu nima deganlik desa, Katalonlar İspanya'da uzundan tatip bu devletinin, bu zeminin içinde birlikte yaşayan. Ular mustaqil bir devlet kurup, özünün siyasi gevdisini tiklep, siyasi birliğini tiklep, bir devlet kurgan, bundaq bir xalq bulmagandikin. To'xtab tur, Ahmetcan kechirsa, Katalonlarning o'zining deyishida ular İspanya, Katalon degan ikkisi ayrim, ya'ni İspanya degan shu chog'da İspanya bo'lmasmi ismi. Lekin bularning Katalonning bir malikasi, shu hozirgi İspanya degan ya'niki bir nimasi bilan to'ylashib keladi, shu 16 asrlarda, 15 asrlarda. Lekin u chog'da ularning to'ylashib, bundaq bir kishi xuddi bundaq Federation degandek-chi, masalan, birlashma qo'shma degandek. Shundaq. Şu ma'nimi Federation bo'lib ketgandikilar ish tugaydi. Chunki ular bu xalq o'zi xalab birlashdi degan gapda. Birlashdi, tugadi. O'zi xalab birlashdi. Endi mushu birlashishda endi bu xalq mustaqilligini o'z taqdirini o'zi belgilash degan yo'l bilan qilmasa, chunki ular tinchlik yo'li bilan o'zining irodasi bilan birlashdi emasmi? İspanya ularni besib olmadi. Şuna ular endi zo'ravonlik qilishga, qurol ishlatishga, kuch ishlatishga bo'lmaydi. Faqat shu rais. Şuna bu mustaqillik bizning mustaqilligimizga o'xshamaydi. Masalan, biz Sharqiy Turkistonning bir masalan xoni, deyli masalan eng oxirgi Sharqiy Turkiston davlati bo'lgan, yoki Uyg'urlarning davlati bo'lgan eng oxirgi davlati Saudiya xalqining xoni, podshoyi masalan Xitoydan bir xotin olib Xitoy Çin sulolasining bir malikasini elib, uni bilan to'y qilib, shuning bilan men birlashima endi bo'ldi deb unda qilmagan. Çin sulolasi maxsus askar avatib, qurolli kuch bilan bostirib, o'zimizningki Saudiya xalqi deki Uyg'ur millatininki irodasi xilop holda, davlatning irodasi xilop holda bosgan. Shunga bu masalada Katalonlarga o'xshamaymiz. Şuna Katalonlarninki faqat shu o'z ma'qulligi bilan birlashganligi uchun endi yana ashundaq tinchlik yo'li bilan İspanya degan mushu bir birlashgan mushu davlatning federatsiyadan roziligi bilan, ma'qulligi bilan olmasa mustaqilligini bo'lmaydi. Kim bizniki o'xshamaydi unga. Shunga endi demoqchimanki Uyg'urlar biz özümüzni, Uyg'urlarni biz millet emasdik. Millet degan gap nation İngilizce. Yani devletning xalqi degan gap millet. Bir devletning xalqi. Bo'lmasa etnik ko'p qoladi, irqiy azsalliqlar. Etnik ko'p qoladi, u devletning xalqi bo'lmaydi. Biz Uyg'urlar agar o'zimizni biz devletning xalqi edik desak, shundaqla unda olsa qaysi davlatning xalqidan deb so'rab qolsa, boshqalar biz Saudiya xalqining degan mush podshohlik davlatininki bir millat edik. Mushu millatni, mushu davlatni Xitoy askar chiqarib, tajovuz qilib, besib olgan.
munqarz qilgan. Şuna bu bizning irodamiz bilan bo'lmagan deyalemizde endi. Agar mushunda qaramasak, u chaqda biz o'zimizni Jungodagi bir asonliq millat sifatida qarab qolamiz. Bunda qarg'a vaqtida Xitoymi shundaq deydi hatto, Bular asonliq millat azaldan tortibdi. Bizda birga yashagan kelgan Junxo millatlarning bir tarkibiy qismida. Shunda bo'lgan vaqtida endi biz öz taqdirini o'zi belgilash yo'lida mustaqilligimizni yetmasak bo'lmaydi. Uningdan boshqa yo'l yo'q bizga. Shuna öz taqdirini o'zi belgilashmi yoki milliy ozodlik harakatimi, mush ikkisini tanlashimiz bizning Uyg'urlarga bo'lgan qarshimizga bog'liq. Ya'ni biz millatmi emasmi? Biz millatmi yoki etnikmi? Biz devletning xalqimi, devletning millatimi yoki undaq emasmi? Mushu qarashni biz belgilaymiz. Ve bu qarashni biz belgilash uchun yine tarixiy faktlar qaytamiz. Tarixiy faktlar. Xitoyning manbalaridimi, Uyg'urlarning manbalaridimi, dunyoning manbalaridimi, hammasi fakt aniq. 1759 yılı Çin Sulat İmperiyesi bisvagan zamanımızda kuş işletip, korallık bilen, zoravallık bilen bisvagan bizim irademizle, milli irademizle karşı hem de 1884 yılı özgü katıvagan Şinjan ülkesi de elan kılıp Çin Sulatisi özgü katıvagan şuna biz öz taqdirini özü belgileşke kirmeyimiz. Bu metodga kirmeyimiz. Biz bu metodga tushmaymiz. Hatta bu metod bizni mustaqillikka başlap apasın. Çünkü u başlap apırdıgan mustaqillik yine en ahırda Xitoy devletininki maqullik bilan buldu ya bulmaydı. Lekin bizning mustaqilligimiz Xitoy devletining maqul bo'lmasligi bilan munosabatsiz bo'ldi. Bizning mustaqilligimiz faqat o'zimizning besivilingan zamin ve munqarz qilingan devlet ekanligimizdan iborat mushu paket haqqimiz bo'ldi mustaqilligimizning. Lekin u biz talab qilayotgan siyosiy mustaqillik emas Xitoydan. O'z taqdirini o'zi belgilash usuli bilan. Bizning talab qilayotganimiz mustaqillik emas. Shuna biz mustaqillik talab qilmaymiz. Şuna biz öz taqdirimizni özümüz belgilemeymiz. Bizning taqdirimiz belgilenip bo'lgan allaqachon devlet olib. 1759 yildan burun bizning taqdirimiz aniqdi. Bir devlet tuqqu, bir xalqlik tuqqu, podshohlik tuqqu. Endi mush taqdirni Xitoy dafsanda qilsa bizning taqdirimizni. Endi biz yeniden taqdirimizni belgilamoqdik, o'zimizning taqdirini. Qaysi taqdir u endi? Shuna mustaqillik degan so'zning o'zimi biz diqqat qilishimiz tegishli so'zlarning biri. Mustaqillikni qandoq deganda biz milliy ozodlik harakati bo'lamiz. Mustaqillikni qandoq deganda biz o'z taqdirini o'z belgilaydigan xalq bo'lamiz. Öz taqdirini öz belgilaydigan xalq bo'lsak, biz Jungodagi asonliq millat bo'lamiz. Biz milliy ozodlik harakati qilayotgan xalq bo'lsak, biz mustaqillik talab qilmaymiz. Mustaqillikdan iborat bizningki allaqachon tutilib bo'lgan taqdirimizni, dafsanda qilgan taqdirimizni qayta kuch bilan zoravallik bilan Xitoy qandoq bizdan olgan bo'lsa, biz mi shundoq olamiz. Bununla hech kimning tish batmaydi. Men bir savol so'ray. Zo'ravonlik bilan deganda mushu qurolli kuchlar bilan deganni ko'rsatsa, har qanday usullar bilan.
Muşini Dünya Uyghur Qurultayınınki nimelerdə, hüccətlərdə zo'ravonchilikda bək chiqapti. Anadagi bu xalqaroningki qonunlari xilof degan gaplarni qilibdi. Lekin meningki aqtirishimga qaraganda bu yerda ashtaq mustamlik qilingan zaminning xalqi o'zining mustamlikidan qutulish uchun har qanday vositani ishlasa bo'ldi deydigan BDTninki shunday qonuni bor ekan. Bu qonun, bu xalqaro qonun ekan. Ya'ni Dünya Uyghur Qurultayi bizga Uyg'urlarningki taqdirini belgilab berayotgan vaqtida xalqaro qonunlarningki 20ni ishlatibdi, 20ni butunlay nazardan saqit qilibdi. Kimki yana bir xalqaro qonunninki gapini qilsa, uni döt ahmaq siyosat bilmaydigan, ish qilishni bilmaydigan, endi men Uyg'urlik suhbatim bilan gap qilyapman. Mushundaq nechilardan buyon jamoat fikrini shu tarafga eg'ildirib kapdi. Bizninki savadsızlığımızı közde tutup kılıdı bunda işlerini, Uygurların savadsızlığı. Nime? 1966 yılı BDT bir yürüyüş kararlarını çıkargan Birleşken Devletler Teşkilatı. Bu kararla fakat şu çağda Milli Azatlık Hareketleri, National Liberation Movement degen muşu Milli Azatlık Hareketi degen muşu mavzunun aslida çıkargan kararları da BDT'ninki bismillangan ve mustamlik kılıngan burun özünün siyasi birliği ve gevdisi babı olan halklar Milli Azatlık Hareketi yolu bilen ve her xil vasıtalarını hatta kurallık vasıtalarını kullanış bilen özününki vatanını azat qilish, taqdirini hal qilish demaydi cuma, öz taqdirini öz hal qilish demaydi. Vatanını azat qilish haqqi bo'ladi degan qaror. Endi biz nimda bu qaror Kechirsa Ahmetjon, seni yana og'ziga kelgani dedi deb qolmasin deb men hozir nimani ekronni ko'z tutib qo'ydim. Shu masalan Tibet yoshlar qurultayi ular shu mustaqillik nima o'zini nimadan mustamlikadan qutuldirish kechiring Anvar Jakima gapimda olay. Mustamlikadan qutuldirish shu yo'sinda faoliyat qilgan bir yoshlar ekan. Shularningki xalqaro tayindigan qonunlari bilan qonunlarni men axtirib chiqdim. Ahmetjon deyotgan shu qonunlar naq shu Tibet yoshlar qurultayi degan mustamlikadan qutulish uchun faoliyat qilgan shularningki tayindigan qonunlari ekan. Shunga ularmi faoliyat qilgan vaqtda, xalqaro faoliyat qilgan vaqtda 170 dan ortiq davlatningki qo'llashiga erishibdi. Ularning puli garchi netdan yoki boshqa yerlardan kamsimi, lekin ularning o'zininki iqtisodiy manbalari faoliyatlarini qanotlaydigan iqtisodiy manbalari bor. Agar nimam ko'ringan bo'lsa, mana bu BDT'ninki qonunlari, ya'ni shu Ahmetjonning yana og'ziga kelganini so'zildi deydigan bundaq gaplar chiqib qoladi ba'zi odamlarda, hech nimani ko'rsatmaydi, faqat uyda o'tirib so'zlaydi deydigan gaplarni men Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan jihonlab ketdim odamlardan. Bizlar ish qilyapmiz, boshqalar ish qilmaydi degan bu gaplarni. Mana TYC degan Tibet Youth Congress degan gap. Mushlarning ishlatgan qonunlari mana BDTninki hammasi BDTning qonunlari, Vienna Convention degandek mushlarni ishlatadi ekan. Yani hozir Fatih Hanım sizin deganingiz xalqaro qonunda mesela Birleşken Milletler Teşkilatı'ndakide Tibetler o'zininki mustamlikadan qutulishga munosabat qonunlarini qo'llangan bilan biz uning yaqin mukammal degan gap hozir chiqmoqda. Dünya Uyghur Qurultayi uni tanlamabdi. Uning yaqin mukammal. Tanlama sebep nimada ashlanadi ekan? Masalan, siz mushlarni o'qib ko'ribsiz, tanlama sababni sizlar o'zingizni qiyos o'tirib qo'yib baqsangiz. Men qiyos qilmayman, men faqat o'zimning shu Dünya Uyghur Qurultayi to'g'riliq egallagan fikrlarimga asosan BDTmi debdi, Amerikami debdi, boshqa Germaniyami debdi, Italiyami debdi, shu Dünya Uyghur Qurultayining xodimlarini tarbiyalagan yerlar shu Germaniya, Italiya, Amerika, andikin BDT organlari degandek mush organlarning hammasi qo'shilib Dünya Uyghur Qurultayiga sizlar kishilik huquqni ham gapini qilinglar. Sizlarningki mustaqillik degan gapni qilmanglar, o'z taqdirini o'zi belgilash degan gapni qilmanglar. Hargiz mustamlika degan gapni qilmanglar. Andikin qurolliq ko'rash qilmanglar deb
Aşılar Dünya Uyghur Qurultayıga muşu geplarni depdi. Andan keyin Dünya Uyghur Qurultayı pulag'an nedmi shu biz faqat sizlar kishilik huquqning ishini qilsanglarla pul beramiz, demokratik usulda ish qilsanglarla pul beramiz, bo'lmasa biz sizlarni qo'llamaymiz depdi. Shunga bu mening qiyosim emas. Bu iniq qara yozilgan Dünya Uyghur Qurultayı o'zining hujjatlarida yozilgan gaplar. Shuning bilan Dünya Uyghur Qurultayı gerçi mustamlikaga qarshi harakatlarni qo'llaydigan BDT'ninki qonunlari borligini bilib tursinmi? Chunki bular bu to'g'riliqni ularga so'z ya'ni ma'lumot berilgan, uqtir berilgan. Agar Uyg'urlar faqat ingliz uchun tushunmaydi, faqat o'qiyamaydi desakmi, Olim Sitop 2007-yili, 2008-yillar tarjimonlik qilib bu uqtirlarni ularga yetkazgan, o'sha uqtirlar deyilgan vaqtda. Ammo Dünya Uyghur Qurultayı kishilik huquqninki yo'lini tanlabdi. Rabia Qadirdan boshlab Erkin Alibdin, Rabia Qadir, anadan Dolqin Aysa hammaylar o'zini Uyg'urninki butun dunyodagi Uyg'urlarninki manfaatiga vakillik qilgan birdan bir qonunliq organ degan bu sifati bilan Uyg'urlarni faqat kishilik huquq degan mushu nuqtaga markazlashtirishni Dünya Uyghur Qurultayı o'zining tanlashi bilan birisi uning kallasiga tapancha tanlab yoki pichoq tiqmagan ahvol ostida o'zi tanlabdi. Mundaq gap. Ben qo'l ko'tardim 3 qitim. Xo'sh, Anvarjonimiz bir dep andan keyin xo'sh. Sizlar qurultay o'zim diqqat qil bosh qurg'uvchi. Men qurultayning qurg'uvchisi. Hozir vazifam yo'q. Bir necha fikrlar hozir bermoqchidim, o'tib ketdi. Ama qisqasi şunu dey. Xo'sh. O'tgan yil 20 yilligida Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Sharqiy Turkiston vatanimizning besib elingan bir toprak, bir davlat bo'lganligini xalqaro qonunlar bo'yicha isbotlash uchun bir xalqaro huquqchini tanıyman o odamni, balki sizlar bilasizlar. Profesör Michael van Walt degan adam Amerikada yashaydi. Asli Yevropalik bo'lish kerak. Akilib shu yig'inda shuningga isbotlash uchun vazifa topshirilganligini va u kishi o'zi so'zlab mushu yo'lda ishlayotganligini aytdi. Bu endi qaysi darajada qayerga yetib bordi? O to'g'riliq men sirti bo'lg'achqa ma'lumotim yo'q, ammo avninga men o'zim guvoh bo'ldim. Xo'sh. Bu qisqacha ma'lumotim. Endi asos biz unutib qo'yayotgan bir masala bor. U bo'lsa-mu Dünya Uyghur Qurultayı bu yo'lni tanlashga majbur bo'lganmi yoki o'zi shu yo'lni tanlaganmi? Bu 92-yili İstanbul'da kuruldu. Hiç kimnin pulu yoktu. Hamma adam özünün yançuğundan pul çıkarıp kıp geldi bu işini. Keyin 99-yılı Münih'te kuruldu. Keyin 2004-yılı Münih'te kuruldu? Dünya Uyghur Qurultayı. Şu vaxtlarda hiçbir yerden bizge yardım yoktu. Hemmimiz şu qatnaşqanlar, akıllarımız, rehberlerimiz o vakti yaş bizler yançuğumuzun çıkarıp şu hareketler kirişken ve şu vaxtlarda nemalarni qiladigan bo'lsak, hech qanday yerdan yordam olmasdan qilgan az-to'la harakat hamdi uni. Demoqchi bo'lganim, agar bizningki masalan Tibetliklar o'xshash Hindistonda Tibetning hukumati bor. Aşı hükümetine götürüp çıkan Dalai Lama ve Yaşlar Qurultayı Tibet'teki Hindistan'da. Şundak bir devlet boğan bolsa bizim kendimizde. Ve onun da nemesi muhimi özümüzün halkıdın. Vatanın sırtını değil, vatanın içindekilerini kop koyaydı. O kançılık imkan bağı yok. Dünya Uyghur Qurultayıga yoki Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayiga her ayda 10-15 ming dollar pul berdigan bir nemini men 40 yildan yog'i ko'rmadim hech bir yerda.
bir vaqtlarda ayda Adir Müşterek Dünya Uygur Kurultayı 15 bilen 20 arasında adam işletip atıdı. Bunun her birinin maaşı 3 bin, kan boğan nakit 3 bin dolar. Yukarısı tekrar yukarı buluşu mümkün. Hem de demekçi boğunum, demek ki bizning milli müstakillik hareketini başlayışımız, devam etkizişimiz için logistik bir devletke ihtiyacımız var. Bizge ege olduğun. Özümüz teminleydiğin milli fonga ihtiyacımız var. Bu nesle bulmagandan keyin Dünya Uygur Kurultayı hiç bulmasa men halkımның beşideki külpetini, eğirçilikni, Xitayning zulmini dünyaga Birleşken Devletler Teşkilatı'na yetiştirey dep bu yolunu tanladı mı? Yoksa özü bula şundak kişilik hukukçu mu? Bunu biraz bence oylashimiz gerek. Bugün elbette her kimning aklı özüge elbette qarab turib bu adamlarni, bu kişilerni iş kılıvatkan kim bo'lishdan qat'iy nazar. Rahberlerini demekçimen elbette kamçılıklar bo'lishi mumkin, takdirlaydigan taraflar bo'lishi mumkin. Ular boshqa masala. Qarab turib bular kishilik huquqini tanlagan, bular milliy mustaqilchi emas, bular kishilik huquqchilar deb yani qaralmasaqmi tanqid qilib bularning qilayotgan ishini ahamiyatsiz ko'rsatishni tushunayotganman. Shunda bo'layotamdi. Kechiring Anvarjon aka. Bir minut qoldi Qaralash faqat tugdimi? ahamiyatsiz degan gaplarni qilmasangiz, chunki bu jamoatning fikrini xatoyaga o'tkazdi. Qaralash bilan ahamiyatsiz degan gap bu yerda chiqmadi. Masalan, mening nuqtamdan men qarlamadim, aqlamadim, faqat shu takni o'tirib qo'ydim. Ham ahamiyatsiz demadim, ahamiyatli demadim, faqat qilingan sizlarningki qurultayning qilgan ishlarini o'tirib qo'ydim. Agar mushundaq so'zlarni qilgan taqdiringizda u chaqda mushu jamoat fikrini bir yerga yo'tkaydigan Dunyo Uyg'ur Qurultayiniki haqiqatan Uyg'ur xalqi nechilardan buyon sizlardan qaqshab kelgan nuqtani siz o'zingiz isbotlab qo'ygan bo'lsiz. Sizlarni qarlamasimi, ahamiyatsiz demasimi, siz bizni qarladinglar, ahmiyat yedinglar deb o'zinglar maydonga sakrab tushib Uyg'ur xalqining og'zini shundoq etmoqchi bo'lgan bo'lasizlar. Naq mushu nuqtada shundoq diqqat qilishingizni so'rayman. Anadan o'zingizga foydali gaplarni qila olasiz. Rahmat. Men gapim tugmadi, ha? Nima Abdurahim. Rahmat. Men tadqiqotchi bo'lib, faqat Pokistonni ko'rsatayotganligingizni anglabyaptimi? Demakchi bo'lganim, uningdan keyin men Dunyo Uyg'urchisining faqat qurultayı hozirgi rahbarlar ve ularning qilayotgan ish bilan mening hech qanday bir aloqam nimam yo'q. Ammo mushu Münihda shu qurultayning qurilishidan tortib yaqindan kuzatgan, ba'zi faoliyatlarga aralashgan ve qo'limdan kelishicha az bo'lsinmi, ko'p bo'lsinmi iqtisod tarafdan yordamchi bo'lgan birisi bo'lish sifatim bilan bir tarafdan deyman, tanqid qiladigan taraflar ko'p, u boshqa. Ama hozirgi sharoitda bizning dunyoda mushunchalik bir ish qilayotgan boshqa bir tashkilotimiz yo'q. Bu sebepten qisqacha deymanki, albatta A taraflarni ko'raylik, ma taraflarni ko'raylik ve bundan keyin qanday yaxshi qilamiz, nima qila olamiz? Bu to'g'riliq masalan Ahmetjon efendimdek bizning nimalarimiz masalan ziyollarimiz bundan keyin qanday yaxshi qila olamiz? Yo'l yo'riq ko'rsatib, nimalarimiz nima? İmkanlarımız nima? Vatanimiz bugün dünyadaki en küçük devletinin qo'lida. Vatanning sirtida insonlarimizningki texcha ayda $100 yoki $50 beralaydigan yoki beradigan qancha kishimiz bor? Mushu narsalarni men undan bilaman. Yo'q, nayt asanda. Demek ki şu imkanda, şunda bir şaraitta Dünya Uygur Kurultayı men bu şaraiti nima qila olaymankan deb oxirida berib NED'ga muhtoj bo'lgan ve borgan siri siz deb o'tgandek uning ko'rsatgan yo'liga kirib ketgan amdi deyli.
ko'rsatgan yo'liga mani qilsang ma pulni beramiz, mani demasang, mani qilmasang ma pulni bermaymiz degan. Demak, endi bizning bu yo'ldan qutulishimiz uchun bizningki ya boshqa kuchli bir tashkilotni qurib chiqib ko'rsatishimiz kerak, yoki Dunyo Uyg'ur qurultayini iqtisod bilan ta'minlab, shuningga qatnashib, shu rahbarlik sepiga kirib, saylanib, buni o'zimiz to'g'ri deb bilgan yo'lga. Masalan, men taqdirlayman Ahmadjon efendimninki prinsipial nima ko'rsatgan yo'llarga, shu yo'lga başlashimiz kerak. Ama tashqirdan turib biz milliy mustaqillik harakati davasak buni nima yo'l qilamiz demoqchiman. Rahmat, bo'ldi. Xo'sh, rahmat. Men bir gap birlam gap qistirib yana Ahmadjonga berman. Bu yerda men Dunyo Uyg'ur qurultayininki to'r betlaridan Dunyo Uyg'ur qurultayining iqtisodiy manbasiga oid yoki Dunyo Uyg'ur qurultayining pullarni qanday xarjlaganligiga oid hech qanday ma'lumot topolmadim. Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilib 21 yil bo'ldi hozir. Biz 21 yilning yoqi Dunyo Uyg'ur qurultayi balkim NED'ga badi o'ziniki NED'ning pulini qanday xarjlaganligini, ammo o'zi pul berganlarga badi, ammo o'zining to'r betida iqtisodiy report deydigan bundaq narsa birsimi yo'q. Andan bu bir nuqta. Men Dunyo Uyg'ur qurultayininki Uyg'urninki nimasiga vakillik qilish bilan qilayotgan faoliyatlardan, shu iqtisodiy faoliyatlardan doklad berishini men so'rayman. Bu dokladni to'r betiga qo'yishini so'rayman. Shuning bilan bizningki qilayotgan Uyg'urlar uchun bularni qilayotgan ishlari har tarafdan mundaq sistemalik ma'noda. Ikkinchidan, endi Uyg'ur bo'lishibdan bilan o'zim ko'zim ko'rgatishni ko'rma deyman. Endi men Avstraliyaning Sidneyda yashayotgan vaqtimda Avstraliya Uyg'ur jamiyati degan bu jamiyatning raislikka bir oy demokratik saylangan. Shu jarayonda haqiqatan Uyg'ur xalqininki, Uyg'ur jamoatininki, Dunyo Uyg'ur qurultayininki kunlik ostiga kirdik deb Uyg'ur jamoatininki mayli yoshirun bo'lsin yoki bo'lmasa oshkora bo'lsin, naq pullarni berganini Dunyo Uyg'ur qurultayiga olib boringlar deb berganini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Ham bundaq ish Sidneyda ish bo'lmaganda Sidneyda har yil bo'ladi. Ya'ni abay degandek Dunyo Uyg'ur qurultayi xizmat qilayotgan, kimlarning foydasi uchun xizmat qiladi degan bir qator narsalarni tuzbani. Buning birinchisi Uyg'urlar faqat pul bermaydi yoki Uyg'urlar hech qanday ish qilmaydi degan bu gap yolg'on gap. Chunki Uyg'urlarning pul berganini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inlariga opirilganligini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Ham yana bir tarafdan Anvarjon apandim nima deb teshib turib yoki bundaq nima so'zladinglar deb buni deganni uqmayman. Mening nazarimda Sharq Turkistonlik bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan hech kimning teshib emas. Masalan, men azaldan teshib baxmadim. Har qachon mush vatanninki, mush xalqninki ishlarining ichida. Dunyo Uyg'ur qurultayining a'zosimi men yo'q. Lekin men Sharq Turkiston milliy mustaqilligininki mush ishning ichida. Amaliy ish qildimmi? Bahchiq qildim. Amaliy ish deganni agar Anvarjon apandim BDTga kirib guvohlik berdingizmi degan bo'lsa, shu nedning yana bir qo'llagan bir turi bor. Guvohlik turi. Esinglarda bo'lsin, necha yildan buyon shu chiqqanda kampi sonliq qolgan yoki yo'qolib ketganlarni guvohlik turi. Uningga necha yuz ming $1 beribdi ekan net. Shuningda 150 odamning tarjimonligini men haqsiz qilgan. Ammo haqsiz qilgan degan gap mushu biz qilayotgan haqsiz emgaklarning hammasi Anvarjon apandan biz yonchiqimizdan pul chiqardik degan gap o'xshash gap. O yonchiqdan pul chiqarish boshqa gap. Demakchi o'g'lim mushu ishga nuqta. Ya'ni Uyg'ur xalqi o'zining ishlari uchun, o'zining vatanining ishlari uchun pul chiqarmamdi. Pul chiqarganini men ko'rdim. Hatto naq pul chiqadi. Naq pul degan gap bank kartasiga kirmaydigan pul degan gap, bu naq pulni qanday xarjladi, nega ishlatildi? Bu aniqsiz. Buningda nol ma'lumot bor. Fatima Hanım, bu fikrinizga to'liq qo'shilaman. Mening hozir shaxsan chetda qilishim, chetda turishimning asosiy sabablari shu. Qurultay adolatli bo'lishi kerak, shaffof, transparent bo'lishi kerak. Haqni haq, nohaqni nohaq deyish kerak va xalqqa hisob berish kerak. Bu tanqid qilgan taraflar. Men bu shu deganlaringizga hammasiga to'liq qo'shilaman.
Rahmet. Xo'sh, hem sizga rahmat chekasiz ekanlar. Enver Kam'ninki degan shu gaplarniki so'zlarni ikki narsaga nuqtalay. Birinchi, Enver Kam deydi, hamda Dünya Uyg'ur Qurultayi masalan, Dünya Uyg'ur Qurultayi bir ish qilmoqchi. Oldi bilan bu ish qilish uchun fondi bo'lish kerak o'zininki. Yoki bo'lmasa boshqa bir davlat bo'lish kerak uni qo'llaydigan. Mush ikkisi bo'lmagan vaqtida bu nima ish qila oladi demoqchi endi. Buni endi men misol bilan deyishni yaxshi ko'raman hozir, chunki biz Uyg'urlar odatda misol bilan deyilmasa gapni tushunmaymiz. Naytiliq oddiylashtirib demasak. Bundaq bir misol beraylik. Mening uyamni bir statib oldi. Endi men shu uyamni tatib olgan birisidan uyamni qaytarib olish uchun qonuniy yo'llarni mangadigan bo'ldim. Uyamni qaytarib olish uchun. Lekin bunun pulum yo'q. Bunun pulum yo'q. Mushu yo'lni mangadiganga pulum yo'q. Yoki bo'lmasa meni mushu yo'lda qo'llaydigan, hatto mendan uyni tatib olganning berib gejishini destaydigan bir palvonmi yo'q meni qo'llaydigan? Ashla kuchtungur birisimi yo'q? Qanday qilaman endi? Deb o'ttasam birsim nimanda chaqadi endi. Chaqirib men bordim uning qishiga. Basam, hey, qara. Sen bu çoğ işlerini qilma, bu işlerini sen uyangni qaytarib olaman desang ma odamdan. Ma uyangni tatib olgandan, zo'rlik bilan tatib olgandan. Sen foyda ololmaysan, tatib ololmaysan, uning ustiga sizning uni tatib olishingni boshqalar xohlamaydi, boshqalar qo'llamaydi. Buning o'rniga qara, men sana pul beray azroq. Men seni qo'llay, pul beray. Mush pullaring bilan, uyni tatib olaman demay. Aşısının uyağını tatib olganning yanında sen yaşaylaydigan bo'lsang bo'lmamda desa. Men nima deyman uningga? Men o'chaqda Enver Kamdek o'ylaymanmi? To'g'ri. Men hechkim menga pul vermasa, mening pulim yo'q bo'lsa, meni qo'llaydigan unda kuchtungur bo'lmasa, endi men mushning gapini anglamasam bo'lmaydi-ku. Mushmi bir ish. Uyamni qaytarib olmasam-mo? Mening uyamni tatib olgani meni uyamning hovlisidagi ishning uyida baxsimi, shu ishning uyida solab qo'ysimi, shu yerda turg'izsimi, bo'lmadimi? Menga non tashlab bersalam, sumak tashlab bersalam bo'lmadimi? Deb shuni qabul qilamdimi? Endi bir tashkilotning Dünya Uyg'ur Qurultayi degan özünü Uyg'urlarning birdan bir qonunliq vakili deb e'lon qilgan tashkilotning oldi bilan qiladigan vazifasi nima bo'ldi? Oldi bilan qiladigan vazifasi mushu qilayotgan da'vosiningki iqtisodiy manbasini hal qilish kerak. Mushumi da'voning ishi. Ya'ni Enver Kam degandek ash fondni yaratish kerak. Unda fond bo'lmasa, men qanday qilmay deymiz? Ashdaq fondni bo'lmasa, men qilolmayman. Shu ashni oldi bilan yaratma deymiz. Bu tashkilotchilik. Mana bu tashkilotchilik, mana bu da'vo qilish. Ikkinchidan, meni qo'llaydigan bir davlat bo'lmasa, men qanday qilmay demaydi tashkilotchi degan yoki bir tashkilot degan. O'zini Uyg'urlarning birdan bir vakili, qonun vakili degan tashkilot. Ashundaq davlatni yaratadi. Dünyada pekrab yürüp, denip yürüp, aşkara, yoşurun, aşındaq devletini tapıdı. Mana bu aşının vazifesi, dava kılıştaki vazifesi. Şuna biz Dünya Uyg'ur Qurultayini qandaq Enver Kam degandek taraflardan tanqidlamaymiz, mana mushu nuqtaliq tarafdan tanqidlaymiz. Birinchi, Uyg'urlarning davası, ben aşılarının gibi birinci dep turay, Uyg'urlarning davasını qiladigan
iqtisodiy manba yaratanmidi? Ikkinchi, iqtisodni Uyg'urlarning davosini qo'llaydigan, oshkora yoki yoshirin qo'llaydigan bir tarafni topolmadi, bir davlatni. Üçüncü, Muş'un bedeliga Şarkı Türkistan'ın ilgilik hukukundan vazgeçti. Bunundan artık kemçilik, teşkili kemçilik, bunundan artık milli prinsipsizlik bulamdandı. Bunu qanday nima deymiz endi? Buni tanqidlamay qanday tura olamiz? Rahmetcan efendim, köp rahmet. Ben degandek naytı addi tushundirdingiz. Bolup manga o'xshash qeyrib qolgan, o'qimagan odamlar mushta gapni anglaydi. Men endi 40 yilning yog'i mush Germaniyada Men sizning yana bir so'zingizga qarshilik bildiraman. Qeyrib qolgan, o'qimagan odamlar Ahmedjonning so'zini anglaydi emas. Men doktorlik, hozir 2 doktorligimni olay deb qoldim. 2 magistrligimni bor tabiiy fandan. Bütün ingliz tilidamsiz, xitoy tilidamsiz, uyg'ur tilidamsiz bu tillarni so'yibdiman. O'qigan g'arbning sistemasida Xitoyning oliy maktabida, Sharq Turkistonning oliy maktabida emas, Xitoyning oliy maktabida oliy saviya ko'rgan, hozirmi nihoyat oliy saviyalik bir bundaq yuqori texnikalik shirkatda ishlayotgan bir oliy ma'lumotli xodim bo'lib sifatim bilan Ahmedjonning so'zini men qo'llayman, men tushunaman. Men qeyrib qolgan yoki o'qimagan birisi emas. Onun üstüge men mushu 2017 yıldan başlap hozirgacha tashkilotchilik deganga aralashib kelayotgan Avstraliyaning hukumatiga ishlayotgan birisi bo'lib sifatim bilan tashkilotchilikning nimaligini, qanday bo'lganligini nihoyat sistemlik tadqiq qilgan, shuning ishini o'zim qilgan birisi bo'lib sifatim bilan Ahmedjon Osmon degan bu odamning gapiga men ishonaman. Shunga men sizning bu gapingizga qarshilik bildiraman. Sizningki men qilgan tuhmatingizni mishat to'xtatishingizni umid qilaman. Hech bo'lmaganda shaxsiy jihatdan qeyrib qolgan, o'qimagan odamlar Ahmedjonning gapini anglaydi deb yana siz jamoatningki fikrini buravyapsiz, burmalayapsiz. Buni misinformation deydi u inglizchada. Jamoatning fikrini burash, burmalangan ko'z qarash. Agar siz Dunyo Uyg'ur qurultayining nomidan biz mush faoliyatlarni qildik, hech bo'lmasa Uyg'urninki kishilik huquqininki mushundaq depsani bo'layotganligini mushda xotirladik, tarixda mushundaq bir xotir qoldirdik desangiz 100% men sizning oldingizda ta'zim qilib sizga ko'p rahmat Anvarjon aka, Dunyo Uyg'ur qurultayi sizlarning qo'lingizga so'ydim deyman. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zidan boshqa har qanday bir odamninki o'ziga o'xshamaydigan fikrni mushundaq qeyrib qolgan odamlar, qolishlaydigan odamlar, bundaq odamlar deb bundaq qaralash orqali Uyg'urlarning og'zini yumdirmoqchi bo'lsanglar, bu sizlar o'zinglar qarashtirayotgan diktatorlikdan boshqa narsa emas. Ham bu yerda boshqa bir maqsad chiqadi. Buni men yana bir qitim atrofli tadqiq qildim. Nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zining qilayotgan ishlarini bilan tashviq qilib qolmasdan yana nima uchun Uyg'urningki butun dunyodagi jamoat fikrini bir tarafga yo'laydi? Nima uchun mustaqillik yoki bo'lmasa mustaqillik degan gap emas, hatto milliy ozodlik degan gaplarni qilayotgan odamlarni butunlay og'zini yumdirdi. Hatto agar ularningki Dunyo Uyg'ur qurultayining turmalari bo'lsa-edi, mushu milliy ozodlik harakatini qilayotgan odamlarni turmaga solayotgan bo'ladi. Mana mushu nuqtadan hatto sunniy aqlmi mana shunday javob berdi. Eng besh Dunyo Uyg'ur qurultayining qilayotgan ishlarini o'tirib qo'ydim. Nocha organkan, ichki siyosatdan tashqi siyosatni birlashtiradi. Uyg'urlarga mustaqillik debdi teshig'i chiqqan chog'da xalqaroning gaplariga tushadigan kishilik huquq debdi bu haqiqatan aqlliq tashkilotgan deganlarning hammani sunniy aqlni e'tirof qildi. Endi sunniy aqlga bu savolni qo'ydim. Mushu tashkilot mushu milliy mustaqillik yoki milliy ozodlik harakati deganlarning hammaning og'zini yumdirdi. O'ziga qarshi gap qilgan har qanday odamni shu qorlaydi, har xil usullarda og'zini yumdirmoqchi bo'ldi, joyida jim o'tag'izmoqchi bo'lsam, unda bo'lsa sunniy aql dedi mana. Buni unda bo'lsa bularning boshqa bir siyosiy g'arzi bor ekan gapni bular qildi. Siz yana qayta o'zingizga hatto mushu so'rindimi men sizga advokatlik qilyapman. Siz mushtaq gaplarni qilmagan bo'lsangiz, sizning Dunyo Uyg'ur qurultayiga yoki burun qurilgan shu vaqtida vakillik qilgan, shu Uyg'urlar manfaatiga vakillik qilgan naqadar esil bir millatparvar kishi ekanligingizni biz suyungan bo'lardik. Lekin mushundaq gaplarga qarshi turishingiz bilan bizning qilayotgan 10 gapimizni ta'tirga burash bilan shu yerga shu fikrni burmalash shu tarafga harakat qildingizmi? Bo'ldi sizningki shu niyatingizningki sap emasligi anglayotgan, tarbiya ko'rayotgan, tarbiya ko'mayotgan, o'qiyotgan, o'qimayotgan, qarturik, aqturik butun Uyg'urga aniq oshkora namoyanda bo'ldi. Rahmat sizga Fatima xonim. Rahmat. Ben bir gap qilay hamda inimiz Ahmedjon efendim
biz Uyg'urlarga işte aniq ochiq misol bilan gap qilmas tushunmaydi degandan keyin men tushundim inim rahmat sizga demoqchi bo'ldim men bu yerda men sizning bo'libmi she'rlaringizni o'qitdim endi bu da birinchi qatim suhbatda birga bo'ldik bunchalik oliy fikrlik bo'lganligingizni birinchi qatim sezdim endi Dünya Uyghur Kurultayı'nın işidir ben emas. Hazır sorursanız mesela Dünya Uyghur Kurultayı'nın işidir vekillerden Envercan diyen adamın ismini anmanla o bizge karşı deydi bunu. Hem Abdurrahim'i bilirdi bunu. Size sorap bakınla. Ben bir adamdı şu teşkilatının şu imkanlar dairesi de muşularını kıldı. Hem de bunu yakış kılış için sizlerdeki yaş ziyalılarının okugan katnışı gerek, fikir beriş gerek, şu rahberlik sepi kirip muşlarını doğru yoluna başlayış gerek deyip fikrimni qo'shimcha qilib qo'ydim. Kechiring agar sizga boshqa turli aksiyatgan bo'lsa kechiring. Men sizlarga ikkiringlarga hurmatim nayt cho'ng rahmat. Rahmat. Suhbat hozir 2 soat 15 minut o'tibdi. Davomlashtirmasak, davomlashtirib bo'lmay qolsa bu programmada hozir mening bir necha savollarim bor, shu tayyorlab qo'ygan. Hatto qurultay tanqid qilgan 3 nuqtam bor meniki. Uni o'tirib qo'ymadim, bo'ldim sizlar fikrlashmay ishdim. Degan programmani to'xtatib, yana bir qatam yana mush to'g'risida izchil bir suhbat qilamdik. Fatima xonim yaxshi bilasini qo'ydi. Siz obdan fikrni o'tirib qo'ydingiz. Men millatning o'rtaq manfaatida o'zimizning shaxsiy hissiyotini, ba'zi nimamizni maga qilish orqali millatni qaymoqlashtirsak bo'lmaychi, men mush tarafga Fatima Sayya xonimning gapini qo'llayman. Millatning o'rtaq manfaati hech kimning shaxsiy hissiyotiga qaramasligimiz kerak-da, bu yerdagi bir o'lcham bo'lishi kerak. Bu nuqta men qo'ygan 3 nuqtalarim bor deb, buni qilsak program uzrab 1 soatga ko'p ketib qoldik. Shu programni degan to'xtayli. Yana bir qatam bu to'g'risida ayrim bir suhbat etib bo'lsa qanday qaraysizlar? Yaxshi bo'ldi. Ben qo'shilaman. Bu suhbat programmamiz müşahid oxirlashsin. Kelar qatim programni balki 2 soat, 3 soat bo'lib ketishi mumkin. Buning kirib bo'lganidan keyin bu qurultaylar to'xtab qolmaydi. Ana surgun hukumatga o'timiz. Asta qadam bo'yicha Uyg'ur nima deyapti, g'arbliklarning nima deyapti, Fatima xonim degandek, biz ana nuqtadami, mana nuqtadami qilish orqali o'tirdi bir kesish nuqtasini tep chiqimizda mushtasininkina. Suhbat mümkün bo'lsa qurultayning hozirgi rahbarlaridan agar bo'lmasa burungi rahbarlaridan biri kishini taklif qilish teg'im foydali bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri, rahmat. Taklif qildim, ularni kurashdik, javob bermadi. Xudoyim bo'lsa bir kun deydi, Xudoyim bo'lgan bir kun qachon? Xudoyim bir vaqt kundagi bizga fursatni, g'animatni hamda uning yaqin kelmasa patani tortib ichiq qilolmaydi ekan. Fatima xonim dedi, hamda ularning qo'limizga bir ish qilgan bo'lib, zaminlar bir turmush qiladigan o'xshash bo'ladi. Biz o'taga to'yotimiz, biroq shu yerga ketib qoldik-da. Og'zini itiblar kim hamda. Shunga buni ekan Vallahi bak yaxshi bir so'zi bor. Maqola bor. Ashni men eskartib qo'yay. Ishtonga chiqqan ko'mir tayin deydi. Shundoq. Şu hammasi ishtonga nima chiqib ketganligini yaxshi bildi. Shunga ashni yushirib chiqolmaydi bunday so'rovlar. Chiqolmaydi. Shu boshqa bugungi programmani misha to'xtatib, mening musha deyapti 3 nuqtam bor de. Buni qilsak uzrab ketadigan, kelar qatim shuni savol shaklida qilay, o'zlarining ko'z qarash o'ttirib qo'yay, ana keyin sizlar uning o'zini bir nimani o'ttirib qo'yalım, o'sha davomlashtiraylik. Balki mujtama qilib qolsa bu 2 ya 3 qatimga berib qilgandek turdi. Kelar qatim misol qisqartamiz. Rahmat hamsi bugungi suhbatlarga qatnashib berganlarga ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmamizning davomini ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat. Rahmat sizlarga qo'pol ketgan gaplarim bo'lsa kechiringlar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Gaplarni ko'nglingizni yerib qo'ysin. Deb qolsam, men apur so'rayman, kechirim so'rayman. Millatning o'rtaq manfaati bo'lsa keskin bo'lishimiz kerak. Sizni shaxsan nuqtalamadim. Mening da'vatqinim yanada bizningki milliy ozodlik harakatimiz. Uningdan boshqasi bo'lmaydi men uchun. Rahmat. Rahmat. Rahmat Ahmedjon. Rahmat.